üstünlüğü olsun. Allah subhanahu ve ta'alaga hamdü sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge durut ve salam aytqandan keyin biz bugünkü programmani başlaymiz. Bugünkü programma biraz alahide programma deyishga bo'ladi. Çünkü aramızda neçe vakittin beri uzun müddet özününki Xitayga karşı mücadelesi bilen kişilerimizge tonulgan bir akimiz, bir şahıs var. Bu kişi neçe yıl vakit sarf kılıp özününki 100 meşhur Uygur degen kitabını yazıp çıkıp bunu bazağa saldı, yani milletke yetküzüş için o'ttirg'a tashladı. Bugün bu qarindishimizni ziyorat qilish uchun ekran oldiga keldik. O'tgan qitim ziyorat qilishni planlagan bo'lsaqmi, texnikalik masala chiqib biz ziyorat qilolmagan edik. Bugun Allohning rahmati bilan biz bu ziyoratga muyassar bo'ldik inshaalloh. Yani bu kishini ekranga chiqarishdan burun men bir oyat o'qishni o'yladim. Yani Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Sure Saf'ninki ikinci ayetinde Ya eyyühellezine amenu lima taquluna ma la tef'alun kebura maqatan indallahi en taqulu ma la tef'alun degan ayetini bizlerge imanımızga bir sual koyuş için, hayatımızga bir qarash için, haqning ustida to'g'ri ketib atamdiq va yoki xatoning ustida ketib atamdiq. Buning javobini tepish uchun Alloh subhanahu va taolo tanlagan bir oyat: ey mu'minlar, iymon etdim deb da'vo qilayotgan kishilar, lima taquluna ma la taf'alun. Nima uchun qilinmaydigan va qilmaydigan bir ishni qilaman deysizlar? Kabura maqatan indalloh. Allohning nazarida cho'ng bir gunoh. En taqulu ma la tef'alun. Özünler deysizler ama qilmaysizlar. Köpligen qarindoshlarimiz, meyli o'qigan taliplerimiz, meyli ustozlarimiz, meyli lider, meyli adli fuqarolarimiz degan so'zga amal qilishga tirishib keladi. Ama yani köpligenlerimiz, meyli alimlerimiz, meyli taliplerimiz, meyli ziyolilerimiz, meyli bugünkü günde Xitoy zulmünün aslida qilayotgan ashu mazlum xalqimizga qilgan va'dasini unutib da'vatidu qilolmayotidi. Allah subhanahu va taolo bizning degan so'zimizga amal qila oladigan bir iymonni, yurakni, e'tiqodni bersin. Nimani degan bo'lsak, nima ish qilamiz degan bo'lsak, nima ish qilamiz deb vatandan ayrilib muhojir bo'lib chiqqan bo'lsak, biz nimani g'oya qilib, nimani maqsad qilib vatandan ayrilib chiqqan bo'lsak, shuni qila oladigan degan so'zimizga amal qila oladigan bir iymonni Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge bersin. Bu ayetni o'qishimdagi sebep aramızdaki yani bugün bu programınınki sahibi olan, konuk olan mehminimiz degan so'zga amal qilgan bir kishi. Chet elga chiqqandan keyin her minut, her zaman qilaman deganini qilib kelgan bir kishi ve bu mücadelede Xitoyga qarshi davomliq İnşallah özünki mücadelesini, aktivistliğini, zihnini, ilmini, kalemini, hayatını, hatta ailesini bu yola sarf qilgan bir kishi. Bunun için bu ayetni o'qigim keldi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın ey mu'minlar, nima uchun qilmaydigan, qilolmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Bu gunohdir. Degan oyatininki naq cevabı eksi bo'lgan. Men maaşını qilaman deb qilgan, men buni yozaman deb yozgan, o'zi qassob bo'lmasin qo'ysa yolg'an, yozuvchi bo'lmasin kitob yoza olgan, ammo o'zi vijik va yoki kuchsiz bo'lsa-mu Xitoyga qarshi oldingi sepda Xitoyga qarshi hujumlar bilan o'zininki qilaman degan so'zni o'tirg'ab chiqqan bir kishi bor. Bu kişini bugün ziyaret kılımız ve asaslık bizim kitimiz bo'lgan 100 meşhur Uygur kitabı hakkında paranlaşımız. Men aldı bilen bu kişini ikramda qarindoshlarga sunuma. Bundan keyin biz 100 taran o'tirib Muhammed Tursun Uygur qarindoshimiz bilan 100 tarani paranlaşımız. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Bizdeki ikramımızga hoş geldin. Muhammed Dursun. Salamet yakıştılar. Aleyküm assalam, rahmet. Sizimi yakıştırıplar. Allah razı olsun. Bugün köpligen qarindoshlar sizlarni anglagan bilgan bo'lsa-mu, yanılam dunyoning boshqa joylarida anglamagan, bilmagan qarindoshlarmi bor. Biz azaldan din davosi qilyapmiz, ammo dinning ichidagi sunnatlardan biri bo'lgan Alloh subhanahu va taoloninki insonni yaratgandan keyin shuningga qimmat berish, hurmat berish, uningki ortiqchiliklarini bilish, insonlarga ko'rsatish, Allah'ınki Kur'an'da her zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in maqtishi ve Peygamber'ninki her zaman sahabilerin maqtishi, sahabilerin her zaman tabi'inlerini, ulemalarını kadar bu birbirimizni bölüş dünyaya özümüzninki kılavatkan hizmetlerini bildiriş sünneti de bizne ait aciz kep kaldık. Şunun için nurgun meşhur insanlarımız öttü. Bugünkü bizninki bu ziyaretimizdeki asaslık temisi 100 meşhur Uygur. Ama bu 100 meşhur Uygur ne hazır? Sanap birin dese biz sanap veremeyiz. Yani ya ki 10 ne dep birin dese dep veremeyiz. Hatta 5 meşhur Uygur'un ismini, kayat tuğulganlıkını, kayat vafat olganlıkını, kandak yaşaganlıkı hakkında bizge bir malumat verin değilse biz onu dep veremeyiz. Çünkü biz o insanlarını belki zamanның çeklimiz tüpeyli, belki texnikinin çeklimiz tüpeyli, belki şu makanның çeklimiz tüpeyli biz bilemegen boluşumuz mümkün. Ama bugünkü günde kamera var, bugünkü günde televizyon var, gazet var. Ama biz özümüzden içindeki insanlarını çıkaramayatımız, özümüzden içindeki insanlarını bilemeyatımız, özümüzden içindeki meşhurlarını, özümüzden içindeki kahramanlarını, fedakarlarımızı bilemeye kılavatımız. Onun için biz bu sünnetin karşısındaki 40 kilovatkan süpetini yok kılıp, özümüzün içindeki meşhurlarını ola ölüp ketmesinden burun bolsun tonu olayla. Belki hayat vaktimizde kadirlemeydi ama ölüp ketkendenki xuddi bu 100 meşhur Uygur'unu biz yazıp çıkan okşaş veya ki özleri yazıp çıkan okşaş. Belki biz ölüp ketkenden keyin başkalar bizni yazışı mümkün ama hayat vaktida mı biz birbirimizin yüzünü görüşeyle, birbirimizni tanışayla deb bu işkiranını açtık. Ben aldı bilen sözünü sizlerge bersem, yani sizler belki az bir kısım qarindoshlar tanımaslıkka yoki bilmasligi mumkin zamonning aldirashchilik tufayli o'zlarini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsin. Rahmet. Benim ismim özür bilgendek Mehmet Dursun. Ben 1968 yılı 4. ayının 14. günü Aşkuça şehri içinde doğulgan. 75 yıldan başlap Kuça 3. başlangıç mektep, 1. otur mektebinde okuduk. Tuluksuz otur mektep seviyesiyle. Ondan keyin 1983 yıldan başlap mahallemizdeki Rozqari ustam degan Zaga ustamga shagird kirib Zagalik yo'liga kirgan bo'ldik. Shuning bilan Zagalik hayotim boshlandi. Ta ki 97 yılı vatandan ayrılış bo'lgan aralıqda 14-15 yıl Zagalik bilan o'tdik. Mening kasbim Zaga. Unda hammamizga ma'lum bo'lgandek vatanimizning ahvoli mana shundoq. Qulluq o'z vatanimizda qulluq ichida tug'ildik. Munqarzlik ichida o'sib cho'ng bo'ldik. Uzatmasaqmi shu yashash imkoniyatimiz bo'lmadi. O'zimizning vatanida og'ir xorliq ichida yashab, amal bo'lmaganda do'konlarimizni elishiga setib, o'tkazib etib, chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldik. Shuna qilib 97 yili 2 ayning 28 kuni vatandan ayrilgan 3 ayning 6 kuni Turkiyaga kelgan hozirgacha Türkiye'nin bakan tutup yaşayatımız. Türkiye'ye kelgandan keyin har xil ishlarni ishlab baktık. Öz aldığımızga dükkan açkan bulduk. Ondan keyin mana hozir ilgari keyin bo'lib 3 yil bo'libdi. Kitapxonada ishlayapman. Qaysi kitapxonada ishlayapsizlar? Hozir Sutib Quraxon kitapxonasida ishlayapman.
2015-yılı Kutatlı Bilek Kitapxanasında işlegen. 2015-yıldan başlap şu kitapxanada işleyapatymyz bugünküçe. Allah razı olsun. Yani bugün İstanbul'da Ustuq Burakan kitapxanasida işleyapatlar. Bu sizli bir yazgıcı dep bilmeyim ben şahsen. Biz burun 2007-2008 aralıqda men İstanbul'da tuğan vaqtimda Mağrib dernekide işleyapatkan vaqtimda sizinki bir dükkanlar bağlılığını bilmem ama yazgıcı geldiklerini bilmeydim. Yani bu kitabını yiziş bugünkü bizim asaslık temimiz bu. Onundan keyin yana başka meseleler siz paranlaşımız. Kitabını yizishga qandaq bir sebep türtki bo'ldi. Yani qandaq bo'lib bu kitap yezishni o'yla. Yoki siz bir yozuvchi bo'lsa biz bilmay qoldikmi? Bu to'g'risida fikrlarni o'tirib qo'yasiz. Niye yapsılı bilmeye kalkan işi yok. Sılımı uzun zaman yaşadılar bu Türkiye'de. Bir mezgili birgi yaşadık. Bu yerde bilmeye kalkan bir işi yok. Ben hakikaten yazgıcı emez. Ben tarihçim emez. Buna şu kitabımın kirişsizliğimi uçuk kılıp yazdım. Daha gapning başka kelsek, şu kitabını yazış. Nemi üçün şu kitabını yazıp kaldım degan mesele kelsek. Endi biz şu vatanda, şu Xitoyninki maktabida o'qidik. Bu maktabida o'qigan vaqtning o'zida bu adabiyot darslik kitoblarda şu Xitoyninki Dong Songray, Huang Zhigang, Liu Huilan degan o'xshash Xitoyning hikoyalarini o'qidik. Hammamizga ma'lum maktabda o'qiganlarimizdan. O'rta maktabga chiqqandan keyin anandan keyin adabiyot darslik kitoblarda Nuzgulning she'rlari, Sadir Palvonning qisqa tarixlari yuzaki bir dars sifatida o'qigan bo'ldik. Men shu boshlang'ich maktabning 4-5 sinflarda o'qiyotgan vaqtlarimda shu Xitoyning shu qahramonlarining hikoyalarini o'qigan vaqtlarimda ba'zan shu o'zim bilan o'zim yolg'iz o'tirib ballar yo'q yerga berib o'ylab ketdim, o'ylanib ketdim. Acaba bu Xitoyning anda qahramonlari bor ekan, bunda podshohlari bor ekan. Mushu biz Uyg'urlarning tarixda o'tgan podshohlarimiz, qahramonlarimiz, olimlarimiz o'tgan bo'g'imiti deb. Agar bu kitobni yozishninki, agar bosh tarafiga kelsak, toki shu boshlang'ich maktabgacha ketamiz aynan. Endi uni qo'yib gapni avutmaylik, endi biz chet elga chiqdik, chet elga chiqqanimiz hozir 20 yildan eshitdi. 20 yillik hayotimiz mush chet elda o'tyapti. Men vatandan ayrilganda munchilik uzoq yashab ketaman deb o'ylamagan edim. Uni gap qilsak yana uzrab ketadi. Yani munchilik uzoq yashab ketaman deb deyishki maqsad yana Xitoyga qarshi men bu mujodalaga qatnashaman va jinimni pido qilaman degan gap chiqamdi bundan. Mushu chet elga chiqqan vaqtimizda endi vatanda yashash imkoniyatimiz bo'lmadi. O to'la aqtirib, to'la tutib chiqib, to'la solab qo'yib, 3 chaqli motorlarga mindirib, ko'zlab, juma kuni kuchani bozor bo'lgan kuni sazoyi qilib, shunday ishlar bo'lavergandan keyin hatto kechili oxirsiga berib, kechilar uxlayotganda yarim kechida ishlar bilan tomdan sakrab kirib, ishni ichib o'qchi, ramda chiqib kirib, bekardan bekat tutib chiqadigan shunday ishlar bak ko'payib ketdi. Bu ham ishlarni tujib turdik, endi odam bo'lgandan keyin shu ish bilan qo'yamiz, shu go'ylarning qo'lida aram o'lib ketguncha to'xta, buning bir chorasini qilaylik. Dedik, ikkinchi ayninki 97-yili ikkinchi kuni G'o'ljida qanday qirg'inchilik, G'o'lji qanday qirg'inchilik yuz berdi. Mening chegirdan chiqqan vaqtim ikkinchi ayning 28-kuniga to'g'ri keladi. Biz chiqqandan keyin o chet elda andaq ishlar va mundaq ishlar bor degan shunday gaplarni anglaydik, mishmash bo'lsinmi. U yani izlab topamadik aynan. O izlamaga yaqinida natijalik berib cho'ylab yurdik. Keyin ba'zi bir ishlar bo'ldi endi. Shuna qilib chet elda yashab qoldik. Bu kitobni yozishdagi asosiy turtki bo'lgan sabab ayni zamanda sizlar shu maktabda boshlang'ich maktabdan tortib vatanning shu Xitoyning kommunist maktabida hammalar shu yerda o'qidik hisobda. Shu maktabdagi vaqtda bu bizning mashhur odamlarimiz yo'q bo'lg'imiti, Huang Zhigang bor ekan, Liu Huilan bor ekan, Dong Songray bor ekan, ammo bu bizning odamlarimiz yo'q bo'lg'imiti deb bu narsa sizning kallarga kelgan shu vaqtdan tortib. Bu yani aslında bu kichikida kallasi qilib qolgan narsalar insonninki nimasiga bek cho'ng ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri. Shuning bilan sizlar bu bizning mashhur shaxslarga nisbatan bir nihoyatda bir qiziqishlari yoki uni burundan bir nimalar bor yani bunga. Shuning uchun bu kitobni shu maqsadda bizning bu mashhur odamlarimizning insonlar bilsin, ko'rsin deb bu kitobni yozib chiqdilar yani.
Maksat. Şu eğer başka kessek hem de şu başlangıç mekteplerimizden başında da 4. 5. sınıflara gidiyor bu işler. O iki noktayla neri biri İgizbas romanlarını okuduk. Nurgun hikayelerini okuduk. Sözlüse gep dola. Hem de çetelge çıkandan keyin bu uzun yıllık musafirçilik hayatımızda nurgun adamlar bilen tanıştık. Aşılarının birisi mesela sizler ikimiz mi şu jarayanda tanıştık hem de. Bazı öylerde 5-6'mız, 8-10'umuz aşkesekte qatar tizli geçip ketken zamanlar oldu. Uzun vaxtlar. Zamandaki sağırıp. Aşağıda kündüdükdek söhbetler bop qaladı. Özara avallaşıp qaladık, münazirleşip qaladık. Ana hamdi gapni uzatmayma qısqasını degan vaqtida ama yaqinqi zaman tarixlarimizdan masalan Xo'ja Nizojim, Sabit Tamullojim, Ahmadjon Qosimi qatorliq mushundaq inqilobchi alim dahillerimizninki gaplari Mahmud Qashqari, Yusuf Asajiblarning tek alimlarimizning gaplari chiqqan vaqtida ya birisi qildi yoki men qildim. 8-10'imiz shu yerda o'ltirmiz chayishga paranlishi. Şu bir adam biladi ya iki adam biladi. 8-10 adamdan bu isim ne? Bu isimlarni. Ama qag'allar faqat bilmaydi. Kimning gapini qilishyapsizlar? Ular kim? Ashundaq gaplar bo'ladi-da. Hatta ismini bilganlarmi o adamning ismini anglagan, ama nima odam, bu odam nima ish qilgan, qachon yashagan, buni faqat bilmaydi ekan. Bunda ishlar menga vaqtning o'tishi bilan qattiq ta'sir qildi hamda shaxsan. Bek ta'sir qildi. Şunun bilan 1 yil, 2 yil, 5 yil, 10 yil o'tdi derken bizningki asosan tariximizdan uzoqlashtirilganligimiz ne? Bizning asosan shu Xitoyning tarixini o'qishdan boshqa o'zimizning tarixini faqat bilmaydiganligimiz ne? Men yana nurg'un ishlarni his qildim, nurg'un ishlarni sezdim men. Shu vatandan mendan burun chiqqanlar bo'lsin, meni bilan 1-2 yil farqli chiqqanlar bo'lsin, ondan keyin chiqqanlar bo'lsin, jiq odamlar bilan uchrashdim, bo'lib men shu jamiyat yashagandan keyin ko'p odamlar bilan uchrashdim. Shunday suhbatlar ko'p bo'ldi. Ama asasen bizning xalqimiz o'zining tarixidan ayirib etilibdi. Shunday. Uzoqlashtirilib etibdi, bilmaydi ekan. Men bu ishlar meni kallamga qattiq ta'sir qildi. Nurg'un o'ylandim, jiq o'ylandim. Ba'zi bir kitoblarni o'qidim. Bizning dunyoning har qaysi joylarida xizmat qilayotgan tashkilotlarimizning ba'zida kuchab xil ishlarni qilgan bo'ldi, ammo yana bizningki dardimiz og'ir. Bo'g'ashqa xil qilgan xizmatlar ko'zga ko'rinmadi. Ashlarning ichida nurg'un gazetlar besilib vaqti, yaplik gazetlar, ushbu gazetlar deganga o'xshash. Jurnallar chiqarilib vaqti, masalan, Tamchi jurnal deganga o'xshash. Men masalan suyib yaxshi ko'rib o'qidim. Nayet e'tiborlab saqladim. Hozir ham saqlaqliq bir qismi shu qo'limga tushgan lekin bo'lsa. Ammo men ba'zi yerga kirgan vaqtimda o gazetlarni dastonda o'rnida ishlatganligini, o jurnallarni ko'tarib ketib, shu axlat sanduqlarga tashlab etib manganligini ko'rib yashadik hamda. Allah razı olsun. Unda yani ahire bu kitapni yazish planı keldi ve bu qachon boshlandı bu? Shu ishlar bo'lgandan keyin biz Xo'sh. Men qayta o'ylandim, yana o'ylandim, shunda qilib vaqtlar o'taverdi. Sizningki mau ishkiron o'chib qoldi, ishkironninki nimasini besibasizlar? Bastım ben. Kameraning suratini besibasizlar, chiqsin. Chiqdimi? Endi chiqdi. Axir men shu bizning shonliq tariximizning bo'lganligimizni, bizning dunyoga dunyodagi eng madaniyat millatlarning birisi ekanligimizni, shonliq tariximizning bo'lganligini, bu tariximizda ne olimlarning, podshoh qog'onlarimizning, botir qahramonlarimizning o'tganligini xalqimizga tunishtirishimiz kerak ekan. Bu xalqimizni o'zining tarixi bilan yuzlashtirishimiz kerak ekan degan qarorga keldim. Shuningdan keyin men bir mezgil balkim 3-4 yil material to'plashga boshladim men. Qo'limdan kelishicha shu jurnal, kitob, buning uyda tashlanib qolgan ashuna kitoblarni yig'ib, andan keyin men 2006-yildan 2009-yili 1-oygacha Shanlik Uyg'ur Market ismli baqqol do'kon ochdim. Shu jarayondan bir qism kitoblar yig'ilib qoldi mening do'konimga. Andan keyin 2-oyning o'rtalari kompyuter oldik.
kompüter algandan keyin bir işe barmay vatan bilan munosabat o'rnatildi. Har qaysi tor betlarga kirib chiqadigan a'zo bo'lib, nurg'un maqola, nurg'un materiallarni ko'rish fursatiga ega bo'ldik. Bu bir yaxshi fursat bo'ldi. Shundan keyin men bu kitobni qat'iy yozish qaroriga keldim. Men o'zimningki tarixchi emasligimni ham yozuvchi emasligimni yaxshi bilgachga kitobni yozishdan burun men shunday bir kitob yozaman inshaalloh. Men chuqum bu kitobni yozib bitkazishim kerak. Men bitkazmay turib to'xtab qolmayman deb o'z-o'zimga va'da bergandan keyin boshladim endi. Qancha-yili boshladi bu kitobni? 2009 yili 6-oyning 3-kuni boshladim. Aşı isimli qilishsa rasmiy aşı yozishni boshlagan kunim aşı shu. Ondan keyin bir qancha yil tayyorlik qilish bo'ldi, ideya tayyorligi, material to'plash degandek. 8 yil oldimi hisobda kitap boshlangan? 8,5 yil. 8 Bo'ldi, men 9 yilga yaqin vaqtda yozdim deb yozdim kitobga. Shunchalik vaqtda yozildi endi. Alloh razı olsun. Bu ikki qism kitob. Ikki qism kitobning birinchi qismiga 50 nafar mashhur shaxslarimizningki tarixi kirgizildi. İkinci kısmına yana 50 nafar mashhur shaxslarımızdan tarihi kirgizilgandan boshqa yana 10 nafar shaxslarımızdan tarihi qo'shimcha kirgizildi. Shundaqda bu kitobga jami 110 nafar mashhur shaxsning ismi kirgizildi. Unda bu kitob 1170 bet. Cho'ng hajmli kitob. Hamda kitobning ismi 100 mashhur Uyg'ur bo'lgandan keyin ismiga loyiq yaxshi bir kitob bo'lsin. Bunda bir chet elda yozildi endi bu kitob chet elda nashr qilindi. Boshqa chet elliklar bunda quliga ep qolsinmi, ammo kitobdek kitobgan. Desin xalqimizmi bir suyunib o'qisin deb kitobni yaxshi bostirdik. Shu 1170 betning hammasi ranglik. Shu 110 nafar mashhur shaxsning hammasi suratlik, rasmlik, hammasining rasm surati. 110 nafar mashhur shaxs hamda asosan bizning Uyg'ur bo'lgan shaxslar shunami? Boshqa millatlar bormi? Yo'q, ana shu kitob 4 xil prinsip asosida yozildi. Birinchisi kitobda yaralgan shaxslar Uyg'ur bo'lish. Ikkinchisi real shaxs bo'lish. Ya'ni haqiqiy amaliyotda yashagan shaxs bo'lish. Üçüncü ijobiy shaxs bo'lish. To'rtinchisi aslida men birinchisidan boshlab yozishni planlagan dastlabda. Shu birinchi o'rinda turadigan shaxs, onun keyin ikkinchi o'rinda turadigan shaxs deb bunday yozishni planlagan. Bu ikkinchi qatimliq yozilib bo'lgandan keyin men ba'zi bir kishilardan fikr oldim men. Ham o'zimni bak o'ylandim bu to'g'riliq. Bir qancha qatimliq suhbatlar o'tildi bu jarayonda. Shu jarayonda oxiri men qayta o'ylangandan keyin shu milodidan burungi eng boshda tug'ilgan yilini asos qilib yozishni muvaffaq ko'rdim. Ya'ni eng burungi milodidan burungi eng ilgirki vaqtdan tortib bugungi kunimizgacha bo'lgan oraliqdagi mashhur shaxslarning tug'ilgan yilini asos qilib yozishni muvaffaq ko'rdim. Ya'ni miloddan burungi deganlar milod masalan kim o masalan misol milodidan burungi 7-asrda yashagan 625-yili o'ldirilgan Alip Ertuğ'a. Alip Ertuğ'a Uyg'ur. Alip Ertuğ'dan boshlab bugungi kunimizgacha yozildi. Shu 100-chi mashhur shaxs shu Barin inqilobininki Zeydin Yusuf 1964-yili tug'ilib ekan. Rahmatli Zeydin Yusuf. Aşağıgacha yozildi. Ya'ni shundaqda 2700 yillik tariximizda ichida o'tgan 100 mashhur shaxsninki qisqacha hayoti kirgizildi. Allah razı olsun. Demek bu kitap 8-20 yil jarayonida bizning miloddan burungi Uyg'urlarimizning tortib 1963gacha, hatto 1970gacha bo'lgan Uyg'urlarningki tarixi, ularning hayoti tafsili yozildi degan so'z. Inshaalloh bu kitob to'g'risida yana birozdan keyin yana paranglashimiz. Xo'sh, men sizlar bilan bir yildan ortiqroq inshaalloh nimada yashadim. İstanbul'da beraber yaşadık. Her gün asasen her gündegidek görüşüp durduk. Bu kitabını yazıp çıkkandan keyin
bek xursand bo'lgan shaxslardan birisi men bo'ldim. Chunki bugungi zamonda balkim 250-300 parcha kitob yozilgandi deb o'yladim men bu Uyg'urlarninki chet elda ichida bizning qo'limizda eqib yurgan kitoblar. Ammo afsus bir masala bor hamda chet eldagi Uyg'urlar bugungi vaqtda bir kitobdan biroz og'rilib qoldi. Kitob o'qiydigan kishilar biroz oz bo'ldi. İnşallah bu kitobni cho'qim hammalar o'qiydi deb tushunaman. Chunki Uyg'urlar azaldan mashhur shaxslar ko'p qiziqadi. Ularning hayoti qiziqadi. Bular bizning dinimizda biz bir musulmon xalq bo'lganligimiz uchun bularning shaxslar ustida jiq turilgan bizning dinimiz. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratgandan tortib shaxs hammasini bayonot bergan. Ya'ni Alloh o kishini ta'riflagan. Adem Aleyhisselatü Vesselam'nınki boy egizligidan tortib nima ish qilgan, qandoq tug'gan, nima degan, qayerda yashagan, qayerga tushgan, Havva onamiz qayerda yashagan, qayerda tushgan, qayerda vafot bo'lgan hammasini bizning dinimiz tarixda shaxslarni bayon qilishda nihoyatda ahamiyat bergan. Bütün peygamberler İdris, Şiş, Nuh, Eyyub ve ki Musa, İsa Aleyhisselatü Vesselam'la hatta Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelgacha Resulullah'nınki tug'ilgandan tortib vafot bo'lguncha qadar bütün hayoti shaxs xarakterida bizning dinimizda ajoyib tafsili bayon qilingan. Bunun uchun balkim buning ta'siri bo'lishi mumkin. Uningdan keyin sahobalar tarixini xalqimiz o'qishni yaxshi ko'rdi. Tabiinlar tarixi, tarixdagi islom mashhur ulamolar, mazhab egalari, olimlar, yani bugungi kunda biz bir bo'shliq bor endi. Bizningki Uyg'ur xalqining ichida shaxslarimizni tonimasligidan iborat bir bo'shliqimiz bor. Ham bundaq kitoblar az yozilgan va yoki xalqimizning qo'liga teganmagan. Va yozilgan ayni zamonda vatanda Sharq Turkistondagi yozuvchilar yozib chiqqan kitoblarningki ichida ammo masalan biroz burmalangan holatda yozilgan ma'lum shaxslarning tarixi bor edi. Shuning uchun chet elda biz sipi o'zidan sop, haqiqiy Xitoyningki ta'siriga uchqunmagan, zulmiga uchqunmagan shaklda bir shaxslarning hayoti tasvirlangan kitob yo'q edi. İnşallah endi bor bo'ldi. Alloh xolisi bu nashrdan chiqib Gollandiyaga yetib keldi inshaalloh. Ya'ni demakchi o'g'lim xalqimiz kitob o'qishga qiziqmasmi, cho'qim bu kitobni ilib o'qiydi deb bilaman. Meningki mush Husayn Tajalli degan nomni qo'llanishimdagi sabablarning birisimi dal mana mush aslida. Bugun bu yerda o'tirib chiqdi. Tajalli degan nomni men Gollandiyaga kelgandan keyin qo'llandim. Nima uchun qo'llandim degan vaqtda bu Husaynxon Akbar Tajalli degan bu kishiningki tarixini o'qigandan keyin nima uchun men vatanim Sharq Turkistonda turib Husaynxon Akbar Tajallini bilmadim. Nəhayət ko'p kitob o'qidik debdik, o'qildik debdik. Bu kishiningki tafsili bayon qilingan hayotini biz vatanda to'g'ri tunishib chiqolmabdik. O'qigan bo'lsak bir maqolasini o'qib uni mushtaq bir odam o'tibdi ekan deb ketib qoldik, ammo bu kishiningki bir ulamo ekanligi, bir usta tevib ekanligi, hayotini butunlay bu diniga, vataniga, millatiga bergan bir shaxs ekanligini bilmagandan keyin bizning millatda mashhurlarimizni unutib ketish pek ig'ir ekan, bilmaslik pek ig'ir ekan deb bu Tajalli hazratininki nomini yoshitish uchun men bu Tajalli degan nomni qo'llanay deb shuni qo'llandim. Ya'ni mashhurlarimizni bilmaslik bizdagi nihoyat cho'ng ayiblar. Sizlar deyotgan Mahmud Qashqari, Qutadg'u Belik degan nima? Yusuf Qasojib degan kishilarni jiqlar anglagan bo'lsa-mu, quloqdan anglab olgan bo'lsa-mu, chunki Xitoyma ayni zamonda ba'zi matbaalarda chiqadi bu kishilarni kichik tipda qilib chiqadi. Ammo umumiylik bilmaymiz tafsil hayotini. Ammo boshqa shaxslarni asosan bilmaymiz. Masalan, hozir naq maydonda yayın elib beryapmiz mushadik qarindoshlarimizdan. Siz mashhur shaxsdan kimni bilasiz, qachon tug'ilgan, qachon vafot bo'lgan deb shu 3 savolni yo 4 savolni so'raydigan bo'lsak, asosan javob beradiganlar nihoyat oz chiqadi. Xo'sh. Buning uchun inshaalloh bu mashhur 100 mashhur Uyg'ur degan bu kitobni inshaalloh butun dunyodagi Uyg'urlarningki setilib bizning tariximizda qanchalik adam o'tgan, kimlar o'tgan, nerede yashagan, nima ish qilgan, hayot qanday bo'lgan, bunga cho'qim bo'lishga tirishadi deb o'ylayman. Sizni tonigandan tortib men İstanbulda birga yurdik. Shu vaqtlarda
sizning davomli namoyishlarda birga chiqayotganliklarini bilaman. Ammo shu zamonda men ma'rif derneğinde ishlaydim. Mahsum Hacım kam hayat vaqti, Abduqadir akam sirtda va bundan boshqa nurg'un ustozlik qarindoshlar bilan birga yashadik. Bu vaqtda bir ish bo'ldi, ya'ni 2008-yili Xitoyninki olimpik musobaqasi Xitoyda o'tkazildi. Shu vaqtda İstanbul'da nəhayət çox bir vaqe bo'ldi. Ya'ni dunyoning hech bir yerda Xitoyning olimpik mashiliga, ya'ni olimpik mashilini Xitoy dunyoga o'zini ko'rsatish uchun hamma yerda yugurib, Yevropa, Osiyo, Afrika aşağılığına aylanıp Türkiye'de İstanbul'a geldi. Hiçbir yer hücum uçkamagan bu meşal İstanbul'da hücum uçkadı. Xitay mı titirdi, korktu. Şu vakitte biz dedik ki bunu kim kıygandı o? Yani diğer vaktimizde Muhammed Tursun Uygur İstanbul'da Xitay'ın meşilik hücum kıptı diyen bir haberini anlap nahayet suyunduk. Bugün Muşunu yani qarindoshlarga bir qisqacha deb o'tib kelsak bir foydasi bor deb o'ylayman. Shu nechinchilar qayerda sizlar Xitoyninki mashiliga, xalqaro mashilga hujum qilib Xitoyninki ular bir mushatgan bo'ldi hisobda. Mush to'g'risida ozroq qaranglasak deyman. Bo'ladi, endi bu bir o'tgan ish bo'lib qoldi. Hammamizga ma'lum, endi sizlar so'zlab o'tdilar. Hech qaysimiz bu chet elga chiqib mandaq uzoq yashab ketishni o'ylamadik. Biz namoyish qilamiz, yig'in ochamiz, yeni bir ish qilamiz deb tushmadik bu chet elga. Shaxsan men so'zlayapman, nima o'zimga vakolatdan so'z qilsam, shaxsan 6 oydan 6-7 oydan ortiq yashamayman deb chiqqan zodi. Meni atrofimdagilarning hammasigidek hayot hozir ular yaxshi biladi. Hatto men ashundaq ilgari bir fitnaga qolmay Allah'ın aldığı bağamdı bizden bu aldırıp ketken şehitlerimizden yüzüge qaragandek bir ahvalımız bolsun dep aşında yaşadım hem de. Ben ahirisi bulmaganda şu peşim namazda yenip 6 oğul bola bayada gündüzde meni kim bagaga şıdıdı dep vaqadım. 3 dedim. Aşı Raza 6. ayninki başları eken aramdan kelgan vaqtim saat 2'ler bilen. Kim meni bagaga şıdıdı dep 3 dedim vaqadım. Şu 6 oğul bola arasında. Peşimde yani. Şuna qilib 1,5 yil Abduz Kirasım özüm yenimden çıkarıp aşağıda Karazmı Zaygarlıq şirketi degan bir Zaygarlıq şirketida 1,5 yil haqsiz beka qildi. Şuna qilib bu canlı ish qoldi. Yani şu pullar tugab ketdi. Nachillikni Zaygarlıq qilib ishlab topgan pullar. Ana shuna qilib yashab ketdik endi. Bu yerda qandaqdir biz namoyish qilamiz, yig'in ochamiz, andaq-mundaq qilamiz emas. Yaxshi niyatlar bilan chiqqan endi. Her işte Allah Teala'nın bir hikmeti varken biz bendikenmiz, acizkenmiz, yani şunda yaşap geldik. Yıl 2008'e geldi. 97'den 2008'e degen 11 yıl olgan bulup oturdu. Şunda ötlendi. Qarsak bu Xitoy küçük dünyada özünün gücünü gösterdiğin devletler özünün küçük vayıga yetkenligini şu olimpik yig'inini o'tkazish bilan ifodalaydi. O'tkaza olganlari kuchli davlatlar qatoriga kirdi o'zicha. Bu Xitoylar 2008-yili 8-ayning 8-gün şu olimpik tanarkash yig'inini o'tkazish huquqini oldi va o'tkazmoqchi bo'ldi. 8 degan sonlari Xitoycha nayib bir cho'ng sonlashgan anlasam. Bizlar bilmaydik. Qarasak şu vaqtlarda ba'zi bir Uyg'urlarning tilpullarida bizniki atrofimizdagi 3 tane 8lik shunda tilpullar bor ekandik. Ko'rdingmi, mening tilpulim 3 tane 8 bor degandek Minaslarım anlagan, nima deydiganda bo'ladi deb bunda qarab qolgandim. Keyin uqdiq uni, asosida cho'ng bo'lgan inson degan. Yani shu davrlarda yashadik. 2008-yili qarasak bu 26 davlatni aylanib u Masha Gretsiyaga yiqiladigan uni bitta narkash yig'indan boshladi. 20 davlatni aylanib 8-ayning 8-kuni shu Xitoyning poytaxti Beijingga berib aşağıda yiqilgan bu Masha. Mushu davlatlarning orasida Turkiya 4-mo ish qilib. Şu Türkiye İstanbul'dan ötediken bu meşal. Şu Sultanahmet meydanında yakıp aşağıdan bir mangan bu içe şu Eminönü'ne Galaç Köprü'den ötüp Beşiktaş'tan Paroqtuq çıkıp karşıga Başa anlamadı da avazları.
Pindiq sadığı ötüp aşına bir 10 neçə kilometr yol ekan bula tanlagan yol. Biznikiler bek çoğ tayyorlik qildi. U vaqtning o'zida bu ajoyib gaplarni anglaydik Turkiyada. Turkiyadagi Sharq Turkiston davosini Xitoylar besib o'tganligini, hatto Turkiyaning g'arbiga bir tal tuxum qo'ysa, sharqida turib u tuxumni ko'gili bo'ladigan darajada tuzib o'tganligini ashunda deb yuqoriga Xitoy konsulxonasi doklad qilganmish deb shunday bir gaplar bo'libdi. Shu 2008-yillarda. O 2006-yilda ma'rif tashkiloti qurildi. Shu ma'rif tashkiloti qurilib 2 yil 3 yil bular bo'lmay bu olimpik mashg'uli shu Turkiyadan o'tmoqchi bo'ldi. Hani Turkiyaning maxsus tanlashmi Xitoyningki planliq bir harakatlar ham albatta. Shuning bilan bu mashg'ulni qandaqlikin bo'lmasin, bu Turkiyada to'sib qilish Xitoyning kuchini bir yer bilan yakson qilish bo'ladi hamda bu yerda. Ham Sharq Turkiston xalqining o'z kuchini to'ntib qo'yishi bo'ladi bu yerda. Undan boshqa yana nurg'un gaplarim bor, qilay desam hozir og'zimdan chiqmayapti bu gap. Shuning bilan bu 2008-yili 4-oyning 3-kunisi payshanba kuni ya'ni olimpik fan harakat yig'ini o'tkazilishdan 4 oy burun bu mash'al shu İstanbul'ninki Sultanahmet maydonida yiqildi. Shu mash'al yiqilish bilan tang bizningki ma'rif tashkiloti cho'ng tipdagi namoyish o'rinlashtirgan eng az 500-600 odam bor endi. Ular mash'alga hujum qilaman degicha arliqda o bir odamga 2-3 kun kelib saqchi to'g'ri keladi ekan. O saqchilar taraf-tarafdan qo'shib bilib ularni midirlatmay aşağıda. To'xtatib qilinglik. Aslında ma'rif tashkiloti hujum qilmoqchi bo'lgan yana bu. Ma'rif tashkilotiniki 500-600 odam yig'ilgan shu yerda. Shu mash'alni qandaqlikin bo'lmasin, shu yiqilgan yerdan midirlatmay to'sib qilish, aşağıda to'xtatib qilish to'g'riliq. O yerda bu Turkiya bütün kuchini ish qilsa bu yerda o mash'alni o maydondan yurib chiqilib. Men shu vaqtning o'zida shu mash'al yiqilgan maydondan taxminan 2-3 kilometr jiroqlikdagi Galata ko'vrigining ustida edim men. Shu mash'al o'tadigan ko'vrik endi. Men atganda soat 9 dan boshlab soat 2 gacha araliqda shu uzun qisqa menib yurib, mash'al muvofiq mash'alni to'sib qilish imkoniyati bo'lsa agarda shu Galata ko'vrigining ustida to'sib qolg'ili bo'ladi ekan deb ashani planlab saqlab turgan. Shuning bilan bu mash'al keldi. O biz ko'rgandek emas u mash'al. O qatma-qat saqchilarning, qurolliq saqchilarningki orasida kelyapti. Ko'rmash oldimi u kelgacha. Menga bir 5 metr qog'icha ko'midi u mash'al ko'rinmaydi. Shu darajada adam jiq. Shuning bilan mash'al oldimi kelgan vaqtning o'zida shu mash'alni tortib olib o'tni o'chirish aşağıda dastlab agar unda qilinmagan taqdirda shu mash'alni tatgan paytda dengizga etish agar umum bo'lmas o'zim bilan qo'shib bo'lsa dengizga sakrash hech bo'lmaganda Sharq Turkiston xalqining bir qatimliq irodasini aşağıda ko'rsatish Sharq Turkiston xalqining bu Xitoyda o'tkaziladigan olimpik mash'alga uzil kesil qarshi ekanligini bildirishni o'yladim men. O yerda bu Turkiyaning kelib Yunus deb atiladi o'zlari bilmaydi qurolliq saqchilar bor. O'qatmas kiyim kiyib motor bilan yuradigan. Shulardan 75 saqchi. Anandagi shu Xitoy Beijingdan kelgan olimpikningki 5 tal halqasini rasmiy tushirilgan olimpik kiyimini kelgan 15 nafar alohida saqchi bo'lib 90 saqchi qo'g'dab 90 saqchining o'ttirisida o'lmashadi. Ashunda keldi aynan. Shu uzamni urdim mash'alga. Mash'al ko'targichining maydasiga qo'lim tekkan bo'ldi, ammo mash'alni yenish imkoni bo'lmadi. Ashanda va qattiq egizbatchilik bo'ldi. Mendan taxminan bir 20 metr jiroqlikda dunyoga jonli naq maydondan ko'rsatayotgan cho'ng kameram bordi ko'vrikning beshida. Men esa ko'vrikning o'tirisiroq turgan yerda hujum qilgan mash'alga tortib olishdi.
Aşına boldu endi meşalini tatip alamadık ama u yer nayet pek ekspresli çıkıp ketdi. Kulumdan kelgenden hemmeni kıldım küçümden yetişçe. Endi o 90 sakçı bolgandan keyin men bir adam bolgandan keyin şunçalik bolup. Ama bu nayetli täsiri çoğ oldu bu işin ki nayet kızık bir haber oldu. Bütün Türkiye'de gezi jurnallar şu ahvallarına bastı. Şu gezilerden açıp hazır men anda satın alıp. Hoş, bu sizin Köle yapcan. Gizlağa çıkan haberlerini ben işkiranğa berdim. Yani aynı vaqtida şu olimpiyat meşiliga hujum qilib, nim qilgan bu haber bütün asosan bütün gizlarga chiqqanken. Bunun faqat bir qancha xil gizlarni men işkiranğa chiqarib qo'ydim. Şu o jıqdak köngül bilip ketmeptimiz biz şu vaqtimizda hem gezitler saklı oldu. Gezitler batı hem de. Şunda qilib bir çoğ bir vaqa oldu bu. Gerçi muvaffaqiyatsizlik bolsunmu? Yani bir jihatdan şu Şarkı Türkistan halkının meydanını enek bildirip koygan bir hareket oldu endi. O bak okup ketdi. O dastlapda hareket Türkiye'ge men ergi hujum qilgan. Keyin o er nälde qilib, ayolning qo'liga chiqib qilib, o mashalni digen yerden emas, biraz qisqartib yo'lni ep keçip, jiqanda qilib apırdaga yerga apırışdı. Mashal vaqasi şu aynan. Yani şu sizlar bu chet elda biz quruq davoni qilavermay shu amaliy bir ish qilsa Xitoyga qarshi deb shu dastlabki faoliyat shu bo'ldi, yani mashalik hujum qilish faoliyati. Xo'sh, Alloh rozi bo'lsin. Onundan boshqa nurg'un ishlar bo'ldi endi Istanbulda, nurg'un voqealiklar bo'ldi. Bular eng oxirgi qitim bo'lgan ishlarda, masalan, meningki agar tarixni unutib qolmagan bo'lsam, yana bir qitim bir harakat qilsizlar, uni ham shu jonlarini qo'ltiqlari qisib qo'yib, jonni tikib, fidokorlik qilib, bu bir cho'ng bir ish, endi mashal hujum qilganga o'xshamaydi. Bu ish ham shu jon bilan o'ynashgan, hayot bilan o'ynashgan bir ish. Ya'ni shu Xitoy konsuliga hujum qilish nimasi bo'ldi, mujodilasi. Buni bu qarindoshlar bir bilib qolsin, xabardor bo'lib qolsin. Ya'ni bizningki chet elda bir qancha yerda, masalan, O'rta Osiyo va yoki boshqa yerda Xitoyninki organlarga hujum qilish voqealari yuz berdi. Ammo eng mashhur bo'lgan, ya'ni eng to'g'ri bo'lgan, xalqaro dunyoga to'g'ri qaragan, ya'ni bundoq bir izilgan bir millatniki qo'lidan, ya'ni bu dunyodagi boshqa tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari, boshqa organlar, butun dunyo sukut qilayotgan bu vaqtda bu millatniki shu jonni qo'ltiqqa qisib qo'yib chiqib, agar tejlik bilan qiysoq shunga kelsa, agar tejlikka kelmasang, biz shu qo'limizdan keladigan imkoniyat bo'yicha san qarshi kurash qilamiz deydigan bu ideyasininki bu bo'lib turadiganligini dunyomi ko'rdi shu vaqtda ko'rsatdi. Sizlar xulosalab aytganda Istanbulda Xitoy konsuliga hujum qilgan bo'ldi, ya'ni qurolli hujum qilgan bo'ldi. Va endi boshqa davlat yuz bermadi bu shakldagi hujum qilish voqeasi. Bular bu bomba bilan hujum qilish voqeasi bu shaklda yuz bermadi. Buni bir qarindoshlarga anglatsak, qachon yuz berdi, qandoq ilib borlar, buni qarindoshlarga bildirdi. Ya bu belki bu biz hazır hammamiz ağır musibet içinde yaşavatımız da. Hem de ötken günlerini eslash, o'ylash yaxshi ish. Hem de o mashal voqeasi yana bir ishlar o'tib ketdi hamda. Bu hamda ma haqning davlat ekan. Shunga hamda ba'zi bir ishlarda diqqat qiladiganmiz. Hamda demisimi ama özümüzden vatanından ayrılgandan keyin nurg'un xiyollarimiz, o'ylaganlarimiz ichimizda qoldi, hamda qelavatdi hele ham. Yıllar o'tiliverdi. Hamda dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlarimiz bor xizmat qilyapti. Ular hamda o'zlari turishliq davlatning qonunidan o'tkazib, tasdiqlatib qurilgan manda rasmiy tashkilotlar bo'lganligini ham ishlar qonuniy prinsip asosida bo'lmoq lozim hamda. Şuna hamda hammamiz ba'zi o'ylaganlarimizcha bo'lganda, ya'ni tashkilotlarning og'ziga qarab turishmi bo'lmaydi mencha. Hamma ishlarda. Asosiy ishlarda qarasaqmi, ba'zi ishlarda men ancha unda bek o'ylab ketmayman shaxsan. Hozirgacha ham shunda.
2009 yılı hazır sizde bakkan Yani ahval. sizin demek oğulları eğer bu Xitay'a karşı mücadelede bir şahıs özünün koldan kelgidek imkaniyet bolsa pek teşkilatlarımı köp çetilavanmay. Ulanın siyasi faaliyetini kıyılı koyup özü Xitay'a karşı mücadelesini davamlaştırısı boludu. Mendek demekçi. Şuna demekçi mi? Ben şuna demekti. Hı hı. Hem de şu teşkilatlarımız dese başçılık kısa ma anda olsa deydiğin geplerini anlap kalımız hem de. Hı hı. Ben degende o teşkilatlarımızın hemimiz kanunluk teşkilat buludu. Şuna. O kanunluk teşkilat degenini şu yüzdürüslük devletlerinin kanunuga ben emel kılımen, mama işini kılımen, mama işini kılmayman dep bunda resmi bir özel toxtamlığı kol koyup kanuni resmiyetlerini becirip bana kılıdı hem de. Hı hı. Bunda işlerin hemimiz de elbette o teşkilatlarımızdaki yetekleşi bilen hareket kılımız. Ama bazı bir hareketlerde bunda kılıkma Türkler urdum duymaz da deydiğin bir gap varken Elke kasten bilmez kıyafet fikri biliş, Hı hı. anlamagan kıyafet fikri biliş, Hı. bilmegen uqmagan kıyafet fikri biliş. Yani bütkül dünya bana nispeten aşında. Hı hı. Biz bilgendemiş dünya bilmeye kalanda asılca Hüseyin Karı elbette bilirdi. Aş meşel ucum kılan aş şu gez şu bütün dünya köyde. Madem demiş kanda kıldı bu sarang mı bu demem da. Benim kutumballarım mesela içi bakkan tayyar. Bir dükkanlarım öz aldım ha. Tursa o. Bu sağ salamet bir adam demiş bunda kalıyordu demem da. Kişinin mesela doktorxanda qanchalik bakla mene öleme can tartışmaganın hammasi üstüde zanlı bağ. O namoyish meselesiga kelimiz u yerdagi Ya bu ya kemsek mesela anda bo'lgandiki men deymanki ba'zi bir ishlarni tashkilot xarakterlik emas, qo'limizdan kelishicha, kuchimizdan yetishicha qilsak bo'ladi. Shaxsan men qildim aynan. Men shu vaqtning o'zida o'zim benzin bombasi yasadim, 3 botolka. Tamamen öz kuchimga tayinib, öz oldimga tortib, hamma narsani oshkora yasadim. Bu 2009 yili 9 oyning 29 kuni Anqaradan tayyor qildim. Keşke Ankara'ya mağduk. 9. ayının 30. günü Ankara'ya düştük. Nima? 9. ayının 29. günü Ankara'ya düştüm. Bir kur tekşirip küzettim. Çarlaş yapardım değil mi? Bunda açıklamda. Xitay elçixanası, baş elçixana Ankara'daki. Mavi İstanbul'daki konsulxana hem de. Şunun bilen elçixananın aldığını 29. yılda bir kur küzettim. Hem işte filallap boğandan keyin ko'nglimda anandan yatakka kirib yotdik. Ertesi 9. ayının 30. günü kech saat 7'den 5 minut o'tganda o Xitoyning elchisi qarab, elchixonasi qarab mangdamaydi. Bu vaqt Xitoyning sayti dal 10. ayının 1. günü, ya'ni Xitoyning davlat bayrami boshlangan kunisi bo'ladi. Xitoyda 10. ayının 1. günüsü davlat bayrami degan kunisi kirib 5 minut bo'lgan vaqtga to'g'ri keladi. Şunu olan berip o qarasam bir gün burun kuzatgan vaqtimda o jimjitdi elchixonadan aldı ama men borsam bir qancha saqchi paydo bo'lib qolibdi. Bu qanday bo'lganligini uqmadim, dedim, guman tushdi. O gaplar uzun. Sizlar shuni deyishdan burun men shu nimaninki sizning ayni vaqtida Xitoy konsuliga hujum qilgan voqealarni bo'lgan videoni men saqlab qo'ygan. Buni bir ko'rilmanlarga, qarindoshlarga bir sunsak, uningdan keyin so'zlarning oxirini davom qilsa bo'ladimi? Tamam, bo'ladi. Bo'ladi. Allah razı olsun. Hozir bu sizningki ayni vaqtida nim qilgan, shu Xitoy konsulining oldiga borgan filmlari ekranda ko'rinyotidi inshaalloh. Hozir konsulning oldiga keldi. Qo'llarida birdan so'mka var aldı. Oq xaltadek turibdi. Shunami oq xaltimi? Ya normal so'mka, oq xalt emas u. Normal so'mka. Undan keyin qo'llariga bombani ilib, o'qitdan daftaqalar soladigan so'mka. Şu onu götürüp mangal olmaydı ayna. O şişe, 3 tane şişe. İşte silginip gelsin, birbirisi bekerek tikip gelsin, çekip gidiyordu aynı so'mkadan. O benzin, her biri neresi de yakıp gidiyordu aynı. Anda bo'lgandan keyin o gezligi yo'galgan, o bir-birisini ayirib tutmagan bir narsa. Shunda bir
Aň wagtydek menip asaqçylaryň dikkatini tatmay asaqçylaryň aldydan ötüp ay keşif ketkendikin hata bopgan bolsun dep Xitay elçixanasyndanki xetini okup özümüzni toktutup näçe tizlikde kılgan işemdi. Ma o şu Xitay konsulunun özüninki kamerası eken oň sol taraplarda Şuna. ende kamera barken keç gündüz bilim galydygan. Bu şu konsulun aldydaki kameradan çıkan süretken bu esas. Ha, Xitaynyň özüniň kamerasyndan çykkan suratda. Bu film kanda bolup toruğa çıkıp kaldı emde. Xitay özü Hazır siz kuýup atamlar o filmde meýär görünmekden go. Koyup atım sildi görünmedi. Sildi hiç neresi görünmeydi. Fakat başka tamaşabylar izlep oturdu. Hazır 25 nefer karındaşımız bizni nem kılıp oturdu. Ama kirip çıkıp atkanlar intaýyn köp. Bir kança yüz nefer karındaşımız ziyaret. Ma o meni o Aşin Ahmeydanda kol aldı sakçılar. 11-nji ýyly jaza mahkemesinden kolga algan boldy. Keyin 13-nji Asliýet jaza mahkemesine koyup berildim. Koyup berilgen wagtymda men koyup berilip 2 aýdan keyin meni çaqardym ýabançylar İstanbul ýabançylar şöbesinden. Aşu Ankara'dan evetilgen näsler qatarda aşu filmnimi evetip berdi bana. Aşu film hazır bak kolumda. Yani sen mawu cinayetin sebebinden buna 5 ýyllyk kolga elendin. Dep saksılar berdi. Aşu filmni. Sizle konsuluk hücum kılgandan keyin sakçylyk tutdu. O kançylyk sot açykçylyk kançylyk wagt ötdi? 45 gün. 45 günde sot açtı. Sot içip 5 ýyllyk kesdi turma kaldı. Ha 5 ýyllyk kesdi ama meninki tunji gatymlyk işlegen cinayetimke o tunji gatymlyk işlegen cinayet bolsa kemçilik kılıpken amdy. Unda oğan sizinkiliki meşel hücum kılgan hücumları hesapta Türkiye kanununda nime yani asıl cinayet emas da hem kanunda başta atıp aladı insanlar devletkiler. Cinayette karmaydıkken de meşel hücum kılış işini. Ýak men adamka maksadymy taza ýene düşündiremedim da ýalgyz kılgan iş ýalgyz boýuçy bolady eken. O 8 saat tügide menen meşel hücum kılgan işim 8 saat meke 9 saat meke solap koygan boldy. Ondan keyin 65 lira jaza töledim. O jazany 15 gün içinde töylesem %20% düşürüp birdiken şuna bilen 56 liramy tölegen ýadım. 56 lira ziyan boldy degen gep weten millet. Şuna bilen bir 8-9 saat ýattym çykkan boldum. Muşu katımka muşu Xitay konsuluğa Xitay elçixanasyga aşında bomba taşlaş muşu wakasyda 5 ýyllyk kesdi meni. Ama 3 ay, neçe gün mü 3 ay yattım. Kalganı uyuňda yatsan, muşu 5 ýyl jarýanynda hiç kandak bir iş hareket faaliýet katılmaysan, koşulmaysan, gatnaşmaysan. Gatnaşsam aşyny bilen koşup, ma 5 ýyldymy koşup, hemmesi birak yatsa o wagtymyzdy fakat deleke keçirim kılınmaydı dep aşındak 5 ýyllyk kesip koyup berdi meni üýümde ötküzdiňga. Şuna 2014-nji ýyly 12-nji aýyň 31-nji güni tügedi go. Allah razı olsun. Yani sizin şu wagtdaki hakimiyet sirtidiki partiyle şu wagtda AK Partiýa bagy diýme şu zamanda. Batı. Hakimiyet sirtidiki partiyle Milliyetçi Hareket Partisi veya başka ictimai teşkilatlar bu sizin bunda bir ýesdaşlyk, sizin kogdaş bu işler bolmady mı şu wagtda? Yani meşal vakası dünyada aşkar boldy. O başka vakalar. Ama ma vakalar aşkarlyk kılıp bolmaýdygan vaka. Mesela menen haberimde Erkin Ahmet işki katıp işlepdi anlysam. Erkin Asya radyosuda beripdi. Erkin Ahmet men keyin deýdi, menen muşu haberimge işengil ulumay ahir wetişdim men çykmay eger ýalgan bolup kalsa. Muşunda boldy rast dep menen üýümdikiler bilen aýallarym ballarym bilen söhbet ötküzüp işki katıp haber işlegenden başga hiç kandak bir urun bu haberini bermegdi. Bolmasa mena şu Nahmeydanda tutkan sakçylarynki eleki anlaş sakçylarynki kuludyky sözleşiş aparaty bilen mawelki Anadolu Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı diýdigan Türkiýanyň çoň halkaralyk haber işleydigan ýerleri bar indi. Haber şirketleri. Aşlarynyň anlaş aparaty bir tutaş bolady eken. Nädir, nemiş ýüz bergenligini aş haberçiler bilip durdy eken. Aş waka 101 2 minut içinde hemmiz haber tep boldy. Türkiýede her kandak bir
xabar, matbuot urunlarının hemmisi xabar tek oldu. Yana Bence. xalqaro Ben anlap durdum aşında, nek meydanda ben anlap durdum aşağıda. Sıkış meydanda sırçep olup gitti, yerden ait İgizbaşı yapıp gitti. Ahval herkes bana o kanda olsa ben onu okumadım ama internetni yaxşı kullanıldığını bilirse. O meydandaki görünüş anda emas o. Meni iş adam ketlam. Munda da ketmedi o. Herkes anlagamaz. Bu kanda işlengen bolsa bu video aşında işlenipti. Ben ne çıktım görüp aklım hayran kaldı. Demek bunun da bu hücum qilish vaqasının sırtqı chiqmaganligi da mesela Uyg'urlar bilmaydi o şu vaqtda biz İstanbulda bo'lganligimiz yandı. Anda bo'lgandan keyin bu ilişkini demigandan keyin men hatta Erkin Ahmet'imiz demigandan keyin men xabarsiz qoldi. Bütün xalqimiz xabarsiz qoldi bundan. Bütün xalqimiz xabarsiz qoldi. Turkiyaning hech bir matbuot urunlarida yoki xabar kanallarda fakat verilmedi. Fakat verilmedi. O vaqtda biz Uyg'urlarning media teşviqat nimalarimiz acizdi. Shunami? Shuna bo'lganlik uchun acizdi. Aciz bo'lganda bu mesela şu vaqtimizda istiqlol bati, istiqlol xabari. Erkin Asya radiosu bati, Erkin Ahmet bati, şu Erkin Ahmet şu ikki qatim xabar ishildi dedim ya. O keyin anglag'liq Erkin Ahmet. Ahvol bo'lgandan keyin qanday anglatdi desizlar? O men ahvolni shu ish bo'lishdan bir 2 soat burun shu Anqaradagi cho'ng soqchining boshlig'i Erkin Ahmetga telefon qilganmish. Mushu bir faoliyat o'tkazmoqchiman o'cho, nayt xatarlik bir faoliyat o'tkazmoqchi ekan bu Anqarada. Sizlarning bir odaminglar Istanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqibdi degan bir xabar kelibdi. Erkin Ahmet. Vaqadan burunmi, vaqadan keyinmi? Vaqadan 2 soat burun. Shuning bilan kelganligini Erkin Ahmet hayron qilib, mumkin emas. Agar unda bir ish bo'ladigan ish bo'lsa, oldi bilan men xabar topdim debdi, kulishib, chaqchaqlashib, qo'shishibdi. Şu vaqa bo'lib, ya'ni muxbirlik salohiyati bilan yana boshqa xato tushunib qolmasin bilan. Erkin Asya radiosiningki Turkiyadan javob Turkiyaga mas'ul muxbirdi. Mening bilishimcha Erkin Ahmet u vaqtda. Shunaqa. Erkin Ahmet hozir anglab turgan bo'lsa, o'zi tushuncha bas bo'ladi o'sha ahvollarni masalan. Hozir Mishnaq maydonda. Mening bilishimcha ama şu Erkin Asya radiosunun Türkiye mas'ul etdi. Shuning bilan u men ishni qilib bo'lgandan keyin 5 minut o'tmay yana shu saqchi boshlig'i Erkin Ahmetga telefon etibdi. Sen bunda asla bo'lmaydi degandan men hozir birisi Anqaradagi Xitoy elchixonasiga hujum qildi-ku, benzin bombasi bilan 3 qavatlik metro batdi mana. Deb telefon qilgandan keyin anandan keyin uqibdi. Hali so'zlash apparati orqali telefon qilgandan keyin Erkin Ahmet anandan keyin uqib yugurib kelsa, u yerga yaqin boramadim deydi. 150 metr atrofini oldibirim to'sib turibdi. U yerga hech kimni yaqin yo'latmadi dedi. Zadi o bek egizbaslik bo'lgan o vaqtning o'zida. Mening bir 15 minutdan 20 minutgacha to'xtatgandan keyin u yerda davlatning elchixona qo'g'daydigan ajratgan maxsus xodim anandan keyin terrorchilarga qarshi soqchilar anandan keyin normal soqchilar qatorliq 3 xil soqchilarning o'rtasida qoldim men. Oxiri yuqoridan buyruq kelib, terror bilan mujodala degan soqchilar aytmoqdim. Bu qaysi soqchilar aytmag'adi deb 3 xil soqchining o'rtasida masalali bo'yicha men u yerda 15-20 minut to'xtab turdim meni. Erkin Ahmet yani shunda xabar topib bu ishni xabar topganligi uchun, ishlarni bilganligi uchun aqaqadan 2 qatim xabar qiladi. Uningdan boshqa dunyoning hech qanday bir yerda, hech qanday bir gazet jurnalda mushu xabar e'lon qilinmadi. To'g'ri. Ya'ni o qitimliq shunda cho'ng bir harakat bo'lgan bo'lsa-mu dunyoda, dunyo ovozi. Asli bu agar ko'ngil biladigan yigit qilganidan chiqqan bo'lsa, bu cho'ng vaqati, cho'ng harakatdir. Allah razı olsun. Hem de bunun da hem de ahırda ben muş doğrusu bir küçük sual sonra bunundakin başka tema ötep kelsek. Xitayninki tesiri var mı? Mesela bu vakaninki dünyaya anlanması. Yani aslında dünyaya anlansa bu millet Xitayga karşı mücadeleyi ötepti. Bu millet uxlamaydiken, bu millette zaten zulüm varken şu 2009 yıldaki gap bu. 2009 yıl hem de hazırkıdek emas hem de hazır o vaqtlarga qaraganda 100 esse zulüm köpeyip ketdi.
deb dünya biraz olsun bunundan çüçüydi, biraz olsun qaraydı. Eğer tijlik bilen mangmasak, bu milletmi şu qo'lda qurol oladi ekan, hujum qiladi ekan, mana shundaq deydi. Ammo buningki nimisini, medyasini, teşviqatini nimisi nim bo'ldi, dünya ufqanmay qoldi. Yani buna da Xitoyning ta'siri bormi? Qo'li bormi, buni qanday qaraydi buni? Ben bunu çok oylandım. 2009 yılı 7. ayına 5. günü aynı ürün çıkanlık kırgıntılık yüzü verdi. Bu ne iş kadına kalıp içimizi sığdıramıda kandı. Ben fakat oltaramadım. Şahsen ben bunu fakat sükut kılamadım ben. Ben kayıt oturdum şu yalğızmış şu hazırmışsızlığı sözler paylaşmış şu öyle. Ben neç gün kirpik kalkma üzem bilen üzem yalğız hayal sürüp öttüm. Eğer kulumdan kildiğim olsa benim şu vaktin özde. Yani ki şimdi şu kayıt oynanıp ben en yaxşısı kulumdan kildiğine muş iken dedim ben. Ne kadar bilen görüşkenligim. Yani sizler şu vaqtda da bu voqea bo'lgandan keyin shu soqchilar tutadi, turmaga oladi. Hozir 5 yil, masalan shu vaqtda 5 yil kesibdimda. Shuni hammani bilib to'la, ya'ni bilib turib, yana buningga men bundaq yashag'icha men Xitoyga hujum qilib, bu shaklda nim bo'lsam bo'lay deb shunga qadam tashladim degan. Ya bu yerde 5 yil kesilganligini o'qimadim ben. Ben o yerde o yasab apagan narsam o 3 tane. Onu ben aşağıda at kılıp başlasam bir başlayayım. Aşağıda beni atadı dedim. Aşağıda ölümen dedim belki. Ona ayrılıp etmedim ben. O resmi alaka aşkarı bir hareket boğandı ki konsulxanaga bir bas kılınan bir hücum buludu bu. Belki bu yerde yüzünü qoğdaşlaydigan binası var. Yüzünü qoğdaş için ya içinde durup atadı ya onu qoğdayatgan saqchilarning o qo'g'dash huquqi var endi. Ya'ni shu yer jonni tikib qo'yib chiqdim degan gap, shunami? O 5 yillik 10 yillik kesilgan ishni o'ylasa, g'ajim qilmaymiz. Ish bo'lmaydi uning. O benim uningdan bir ish chiqmaydi endi. Shunday. O men shunday Allah razı olsun. Ahiri bu bir qancha qitim endi chet elda amaliy harakat bilan shu qilaman degan ishni qillan. Shuning uchun men dastlabda bir oyatni o'qidim va hozir yana bir hadis yodimga keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki "Men ra'a munkaran minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi va zalika ad'aful iman" degan Muslim rivoyat qilgan bir hadisi. Kimiki bir yamayışını görse onu kolu bilen tossun, ona kadir bolanmasa, onu ig'zi bilen tossun, ig'zi bilen kadir bolanmasa, onu kalbide nefret bildirsin ki o imanın en zayıfı, en aciz imandaki insanlar kalbide nefret bildirip koyup kitiyordu. Yani hadisinin ki manisi de en aciz iman kalbide zulümga, kalbide nefret bildiriş. Ama müminin süpti qanday bo'ladi desa, Rasululloh alayhisolatu vasallamning shu hadisida kimik bir yamayishni ko'rsatadi. Bugun Xitoyning zulmi yamayishning yamayishi bo'lib ketdi. Farz ayin bo'lib ketdi. Bugun Sharq Turkiston xalqi uchun umumatan, umumyuzlik va mutlaq va keskin va qat'iy uning olimlari, mollalari, toliblari, ziyolilari, xiyolilari kim bo'lsa bo'lsin, fosiqlari kim bo'lsa bo'lsin, akademikleri, teşkilatçıları hemmisiga Xitoyninki zulmiga qarshi kurash qilish farz ayin bo'lib ketgan bu zamonda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'li bilan to'ssin dedimdi. Nurg'un insonlar qo'li bilan to'sdi, qo'li bilan to'sqanlar oz emas. Bular Sharq Turkistondagi shu Abay deyishdiq barin voqeasidagi bizningki mujohidlarimiz, bizningki xalqimiz qo'liga qurolni ilib Xitoyga qarshi atlandı. Dünya bunu seyir kıldı, bunu köydü. Onun dinkin Gulcu vakası oldu, onun dinkin Ürümçi'deki kırgınçılık oldu. Chet elde mi nurgun işler yüz berdi. O chet eldeki Xitoyga karşı mücadelede inşallah devamlı to'xtalamiz programmalarımızda. Bunun içinde hem de şahsi kolu bilen, bu hadiste hem de bu sizlerinin ışınladığın men ra'a minkum munkaran. Sizlerden birisinglar yoki sizlarning ichinglardan birisi bir yamayishni ko'z qo'li bilan to'ssin degan hadisga asosan namoyishni qildik og'zimizda da'vo qilib biz
Şarkı Türkistan'ı kurumuz, Xitay Şarkı Türkistan'dan yok oluş gerek, zulmunu to'xtatib, ağzaki hadisning ikkinchi hukmidagi ağzaki qarshi turishni asosan chet eldagi Uyg'urlarning 3dan 1 qismi qilyotidi yoki 3dan 1 qismidan oz qilyotidi. Yerimi bo'lsa qalbida nafrat bildiryotidi hamda. Hamda yerimini hamda faqatlam hech qilmaydigan Uyg'urlar intayin ko'p. Uning uchun Alloh taolo bizni jazolab, sen hech qilmasang hammani bir aql jazolayman deb, shu bu o'tning ichiga hammalarni bir aql tashladi. Ya'ni hem sınaq hem jazo deb bilaman men bu Sharq Turkistondagi bu zulmni. Ya'ni bugun Xitoy qarshi chiqmaganimi jazolantirildi. Chiqqanimi shuning ichida zaten jazoning borligini, ya'ni sinoqdan borligini bildik. Bugun umumyuzlik bu det, bu zulm umumyuzlik hammalarga keldi. Mana mushunda vaqtdimi bu shaxs xarakterda bir inson o'z qo'lim bilan men Xitoyning zulmiga qarshi chiqaman deb chiqqan shaxslar bek oz. Şahsen bizlemi ağzımızda qilyapmiz bu cihatni, ağzımızda qilyapmiz bu hareketni, mücadeleni ama qo'limizda şahsen biz chet elde asosan qilib boqmadik desak bo'ldi. Qildik. Ayni vaqt sizning xabaringiz bor, Gollandiyada bir konsul chiqish voqeasi yuz berdi. Shu yerda qo'limiz orqali shu konsulni chaqdik va turmaga akirdi. U yerda bir kun aldığımız bir gün keynimiz 15 gün mening bilishimcha turmada yotdik. Bununla 230 nefer qarindishimiz qatnashdi. Gollandiyada biz qo'liga toshni ilib, shu konsulninki ichki derazalarini, tomlarini, nimalarini chaqqan bo'ldik hamda qiyoshimiz shu bo'lib qoldi. Hamda sizlar qo'llariga shu narsani qurolni ilib hujum qilgan. Ayni vaqtda mashal hujum qilgan. Undan keyin bomba hujum qilgan. Uningdan keyin yana bir masala bor. Uningdan keyin yana bir voqea bor, u bo'lsa-mu namoyish, bir qitimliq namoyish shu vaqtda men Istanbulda edim, ammo u namoyish qatnasholmagan. Shu namoyishda o't bilan saqchilarga hujum qilib va uning saqchilar qochgandan keyin shu Xitoyninki konsulga besib kirib, shu yerda kuydirma degan bir hujum bo'lgan bu yerda. Buni qisqacha qarindoshlarga deb o'tib ketsak, undan keyin biz asl temamiz 100 mashhur Uyg'urda, ammo bu kitob degan yoziladi. Bu so'z degan so'zlanadi. Bu tabliq degan qilinadi. Ammo bir olim 10 yil tabliq qiladi, bir qitim qo'lida sharkat qilib qo'ymaydi. Ama bir adetdeki adam 10 yıl gap qilmay ağzını yumadi, ama qo'lida ish qiladi. Bunun farqini aytish uchun, onun uchun ma temininki 100 mashhur Uyg'ur degan taqdirda meni ko'proq qiziqtirgan narsa sizning amaliy harakatlari bo'ldi. Ya'ni kitob yozishdan bakrak amaliy harakatlari bo'ldi. Shuning uchun u masalani bir deyishib olsak, shuning bilan biz bu temamiz qaytib kelsak deyman. Ya'ni qachon shu o'tlar hujum qilish voqeasi qachon qaysi namoyishda bo'ldi, buni qisqacha deb o'tib ketdilar. Bu sal egizbas kaldı bu. O Xitay elçixanasıga benzin bombası atkan vaka 2009 yılı. Ma üzerine o't koygan vaka 2008 yıldı. Bunun mesele yok. Meyle vakanın özü mühim. Vaktini biraz egizbas kılıp. Ma o 2008 yılı 4. ayının 3. günü Galata köprüsünde İstanbul'da olimpik meşalerini tatip olamadım ya. Gerçi hücum kılıp nayet çoğun bir oğul boğan bolsumu, çoğun bir haber boğan bolsumu, o meşalerini tatip olamaganlığım şahsen bana eğri geldi. Bunda jepka vaqtimizda bana hakikaten eğri geldi. Ya tatip olgan bolsam keşke, ya şu yolda ölgen bolsam ki, ben anda bir mağlubiyetli de kılıp kaldım da bu eğri geldi bana. O hem de 90'a karşı bir olgan ki aslında eğri gelmesi lazım bu. Hoş. Şunun bilen ardından bu ardından 4 ay ötkendan keyin olimpik meşgili olimpik tenerget yığını Beijing'de başlandı. 8. ayının 2008 yılı 8. ayının 8. günü. Şunun ülgütüp meyadım bir avtobusu adam namoyishga bordik Anqaraga.
Anan ekin Kayseri'de bir avtobus adam kepti. Ankara'dakiler yığılıptı. Şunun bilen tahminen 200'den Uygurlar şu Ankara'daki Xitay elçixanasının aldıda Xitay'a karşı Xitay'da ötküzülgen olimpik tənərkət yığınına karşı keng ko'lamlik bir namoyish oldu. Ben şu namoyish başlanışdan burun to'liq hazırlık qilgandim. Ko'p o'ylangandim menda. Ko'p o'ylanib, to'liq tayyorlik qilib borgan o maydonga. O saqchilarmi nayt qattiq tekshirdi. O 8-8 kuni bo'lgandan keyin havomi bek issiq. Şun kelgan kiyimlerimiz yelin ko'nglakdan boshqa narsa yo'q üstümizde. Anda bo'lgandan keyin o benzinni akirish tasdiq yo'q dedi. Mash paypaqa oyog'imdan qo'njiga paypaq tiqib akirdim o maydonga. Yani şu vaqtimizda siz Türk so'zlab atgan vaqtda muxbirlar bek ko'p. O 20 necha dedim o, ish qilib ya 130 20 necha dedim ashuna Nahmayda programmamiz qilib atgan muxbirlar ekan, mashinalarda qaysi davlatlarning chet ellik degandek. Biz taxminan 200dak namoyishchi bo'lsak, u muxbirlarni bir 100-150lik bunda guruh bunda muxbirlik o. Bu saqchilardan bir jiq. Yani aşağıda o'zimga benzin chechib o't yoqdim, o't qo'ydim. Shuning bilan bir o't to'piga aylandim. İnsan degan ojiz ekan, o insonning g'oyasi o batırlık kılman deşi o ayrım bir mesele ama insanın mavi fiziksel alaka. Özünün gücünün yetişi o ayrım bir mesele iken. Eğer şu vaktin özü kulumdan kelgan bolsa şu otulup aldığındaki muhbirlarning bir 3-22 sepini büzüp ütüp onun kendinden aşı saqchilarning ki 3-4 korluk sep vardı. Qata aldığımızda to'sib turgan. Şu sepni bir büzüp ütüp aşı Xitoy konsuliga kirib o bayrog'ini tushirib ama mesela yamışıp chiqib Xitoy konsulini o'zim bilan qo'shib bunda ko'ydirib yo'q qilaman deb menda o'yladim. Unda bo'lmadi u. O't degan boshqa narsa ekan. Bunda Japonda Xitoyning poytaxti Beijingda birdan yang'in bo'ldi. Türkiye'nin poytaxti Ankara'dagi Xitoy elchisi oldida yeni birdan Şuna bu davrdagi dunyodagi birinchi darajali xabarlar qatorida yoki bekchun vaqa bo'ldi. Növbətçi əgər növbətçi baxmalarına qatar sızılma şu vaxtda mağarib dərniki işləydim, abay şəkilimiz değişmiş. Mağarib dərniki işləyirken işte mərhum Maksim Acimkə ustazımız Mehmet Hüsnü oğlu kardeşimiz şu anda işte Parlament'de yazandı. Bir Sınıf şuandık Ankara'ya gitken biz İstanbul'da Ankara'da vaxtında onun için geldiğim kimden zamanlarda çıkıp biz üstünde bu kişinin kaçımızdan saklanıyor. Şuandan beni belgeleyen şu anda. Ben de beni yaxşı bakıda olan yerde sonunda beni belgeleyen şu anda mesela. Oğuçular mı aylık doktorlar ki? Oğuçular mı tanısı var şu anda? Bağcılar doktorxanasından şuradan ben özlerine baktım. Yani şu böyle yaptım doktorxanada birlikte şu Ramazanımız gibi noktada şu kitap yılanız olup yiyen doktorumuz oldu. Şu vakıda ben sana baktım. Şunun 200'den artık kanal belgenin şu vaktimizde televizorlarda tüm dünyada direkt verildi. Tekrar verildi. Ben hayatımın ödülüsünü bir hoşuma geldim. Şu arada karısam şu etrafımda yatanlar bana haberimi görüp oturttu. Vay bana şu geldi bana gözünü açtı değişik. Ben de değişik atıldı. Karısam şu bana haberimi görüp ikinci günü, üçüncü günü okumayın. Buna ait bekliyorum kadar oldu. Dünyada bizler Uygurlarla çok anladı şu vakit Cık bu
Ben şu vaxtımda yaşanan günlerden tabii bakalım okuduğumları hiç tutmadım dükkanında. O script tasarruflu ama ben derslerini sonunda dükkanı aldatırıp değerlendiren adamın dizisini geçer. Takip hayat kalıbına ötürüce asasen günlere yüzler kadar tarafını uygulanan hem size gerekecek daha yapıyor. Şu hücum kıldığı vaxtda sen o öydükini dep koymayın şirketlerimizden. Bunu haqida ayırgan gapmi hozir? Demek özünün ailesi bilen bilmeydi. Yani Allah'a Ya. demek bir adam Xitay'a karşı var. Xitay'a karşı bir mücadele kılmakçı olan adam özünün kutun ballarını bilmesi gerek. Ya bütün ballarına hiç kimi var. Bir Allah bir yüzün oturuş kişileri bence işte. Şunun için bu işte bir galbi oldu işte. Eğer mesela başlış hem aşı benzini yüzden çeşitli olacak arlıkta yani yapıştırılan arlıkta başlarına kılıp biraz koşulagan bolsa, sulagan bolsa, yapıştırsa, ötü yapılıp koymagan bolsa, ağzı gördün mü, üzü belirtecek ötüymen de kılanmada bu. Kılanmayla denizine de bu getler üstünü nasıl ötü? Bundan adım aşı minetin başına çıktı ya Allah'ım. Mümkün değil. Şu ben bunda işlenendi. Şimdi ben karısam bir çıkım içinde bir kan içinde faaliyet mesela biz tarihte hazırlıca tarih demeyle hazır değil. Biz çok normal namaz kılmıştı, normal bir iş savunuyor. Mesela gideceğim. Bir şıkkına çıkan ve takdirine resimlerini şu vaktin maksimacım kabla Seyit Tomturuk'la bundan başka mesela Tibet Yüce Türk'teyimiz İstanbul'daki Amerika Uyuma Teşkilatı'nın buraya gelip mesela Mavi Teşkilatı'nın buraya gelip senin bir takdirine geldi. Şunu bir kısaca mesela bu milletin bir insanın takdirleştiğini müşteriligini yollaşımın müşteriligini destekleştiğini müşteriligini neyse bununki anlaşımda konumuyla Xitay'a karşı mücadeledeki insanların takdirleşmeye gelsek, bunu bir medal verişine gelsek, devlet verişine gelsek, şunu maksat kılıp şundan bunun bir kırılışına tebrik etmesek demek. Rahmet, keşke gelmedim size çok uzun gen dostlar. Ancak uzun yapmak istiyor, o belki eğer bir ağız bulsan, belki geçsin ya, belki rahatlıklı bu. Güzel söyleyende sakayıp kaldık aynı. Bu yerde birkaç ay davalanğandan keyin 3-4 ay davalandım ben qaradı. Bu yerden ma İstanbul'a yetkeldi. Bağcılar doktorxanası sizilgендeki neticenin u yerde baktım ma. Bu yerde 3-4 ay yattım bu ay. Bu çıkkandan keyin yine uzun davalanıp kettim ben. Tahi yakıngacha bat onun ta'siri. Şunun bilan doktorxanadan chiqib birqancha kun o'tgandan keyin Kayseri'den Seyit Tümtürk geldi. Mahsum Hacıkam Seyit Tümtürk'le anandakin şu Yaşlar Derneği'nden bulup hem teşkilatlarında ayrım kilip bilandan al sordu. Köptün köp rahmet etti. Ahırda şu benim tahsinamatligim pek yaxşı kulak ketip ketmegen vakti. Gerçi sakayıp talatuzga çıkan bolsam mı? Şuna Yaşlar Derneği'nin ki ornu bizden uyga yakındı. Şu Yaşlar Derneği'ni muvafiqtab tanlaptı. Şunun bilan Ma'rif Teşkilatı'ndan Mahsum Hacıkam Kayseri'deki Medeniyet ve Hemkarlık Cemiyeti'nden Seyit Tümtürk, Yaşlar Derneği'nden Tibet Yüce Türk, ama Musa Can Katarlık
6-7 aylan her bir teşkilatın vekili bulup aşağıda meni bir mukapatlaş yığını uyuşturdu. Hem şu dünyanın arkadaş joylardan ma az olsun mu Mehmet Tus'un onun ailesiga doktorxonadagi her bir chiqimlarga deb $5500 pul yig'ilib ketgan. Dünyanın arka joylaridan. Şimdi Yani Seyit'im Türk $5500 pulunu keselini davalash uchun deb yig'ilgan pulmi yo mukofot berayli bu hujumchiga deb bergan? mukofot berayli degan pul emas. Şu men Keselini doktorxonada yotgan vaqtimizda dunyoning har qaysi joylaridan yig'ilgan pul ekan. Menga shu yordam doktorxonada uzun yetib ketganligim uchun menga evatilgan pul ekan. Ailesi qiyinchilik tatib qolmasin degandek dunyoning har qaysi joylaridan. Andan keyin Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Rabia Hanımız bir takdirname evet tuttu. Andan keyin Seyit'im Türk bir levha takdim kıldı. Şunun bilen hamma teşkilatlar ayrım-ayrım uyada bana rahmet etip öz ko'nglini izhor qildi. Yaxshi bir kun bo'ldi endi u. Ben bu yerda hozir bir levhani ekranga chiqardim. Buningda 2008 Pekin Olimpiyatlarına qarshi teşkilatımız tarafidan İstanbul ve Ankara'daki eylemlerimizde karşılık bildirgen, üstün gayret göstergen, fedakarlık qilgan laqab uchun bu taqdirnomani teşkilatımız tarafidan berdik deb bir levha bor ekan. Shu yoshlar tashkiloti bergan levhami? Yo'q. Seyit'im Türk'niki Sharq Turkiston Madaniyat ve Hamkorlik Jamiyati tarafidan. Seyit Tumturk Efendi tarafidan berilgan levha yani. Shu tashkilot nomidan. Demek şu vaqtida şu faoliyatini qilgan vaqtida bizning tashkilotlarimiz herhalde inşallah Allah'ın rahmeti bilan ma inson ma hareketini qilibdi. Bunu biz bir mukofotlayli deb levhani beribdi. Yani bir qancha levhalar bor ekan, ammo ma texnikalik masala chiqib, ma o namoyishninki ovozi birazdan oldidagi bir qancha minutlik so'zlarimizni besavobdi. Namoyishning ovozi. Şuna bu hozir uni o'ngishib etdim. Bundan olganda biz Allah razı olsun. Yani şuna qilib o hujumdan keyin saqayib chiqqan bo'ldi. Levha taqdirnomani olgan bo'ldi. Undan keyin siz yana normal bir hayotda İstanbul'da yani bir qancha qitimliq voqea masalan deyli Xitoyga qarshi mujodala ilib bordiganliklarini o'ttirib qo'yganligini anglagan men shu vaqtda, ammo keyin so'rasam ma u Türkiye hukumatiniki endi jim turmasam endi biz seni bekla nim qilamiz degan so'zni anglagan. Yani 5 yillik büyük eskendik. Ya o biz nim qilamiz nim qilmaymiz desa unadan olmaydi bir ishlar da. O sal undan keyin aloqa yana harakat qilsak o'zimizniki ma tashkilotlarimizning xizmatlariga aloqa ziyon kelib qilish ehtimol bo'lib qoldi endi. Onun ustiga aloqa mangan to'g'an so'zlashgan telefon her bir ish harakatlarimizni aloqa miyada taqib va kuzatlama deb qo'ydi. Nazorat ostida bo'lgandan keyin unda bo'lmadi. Unda qilish imkoniyati bo'lmadi endi. Buni bu ish pek kirmaylardi. Xo'sh. Undaqda men biraz nimani stressni yo'q qilish vaqtida sizlar demakchi yani bu bir qancha qitimliq harakat bu bir inson chiqiblam o'zi qilaman deb qilib bo'ladigan bir ish emas. Buni nurg'un iymon, nurg'un yurak, nurg'un jasorat ketadigan bir masala. Oilalari va balchaqlari bor. Sizning bolalari var mesela. Şu vaqtda şu kichik bir qizchiqimiz bordi. Men uning bir videosini ko'rdim. Ko'rib shundoq suyundim. Shu mush orliqqa shu qizimizningki videosini bir sur o'qigan bir videosi bor ekan, shunda umoq shuni bir qo'yib bersam, undan keyin biz suhbatimizni davom qilsak qanday qaraylar? Bo'ladi. Sizlar qanday qurulash do'stlar? Pek uzrab ketmadimi? Yo'q, bir qancha minut uni nim qilsak, undan keyin
biz temini xulosalab programmamizni davom qilsak bo'ladi. Endi bu suhbat degan uzrab ketadi ekan. Endi bu oyliqi bizning Sharq Turkistonda Xitoy bir yarim soatlik xabar berdi. Uning keyin 2-3 minut xalqaro xabar chetib qo'ydi. Shuningdek bir 5-10 minutlik xalqaro xabar emas bu. Bu bir suhbat. Uning uchun buningga yarim soat, 1 soat bu şekilde ketib qoldigan gapken endi. Yana hozir men ikranda shu sizning qizchaqninki bizga Qur'on va she'r o'qib bergan videosini qo'yib berman qarindoshlarimizga. Yana mushundaq bir balları nimasi tulsimi sizlar? Mineşşeytanirracim. Buni Bismillahirrahmanirrahim. Alam Muşnulğumu cesaret neşrah qilib leke shu sadrek hareketlarni ve qiladi. vada'na anke vizrek Xo'sh, mana men texniklik masalalarga bir qarab o'tay. Qarindoshlarga videoning ovozi chiqqan bo'lsa, fa sizlarni inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab ve ila rabbike fargab. Musulman perzenti, İslam varisi, ümmetinin kelgüsü, ümitleri biz. Hakikat, adalet yolunda mangan, takvadar ecdatının pütükleri biz. Ögünüp, ögütüp, iman İslam'ni, hakiki Musulman, mümin bulimiz. Hozir qizimiz Qur'on o'qiyotdi. Amal qilib cho'qim bir ömür Nashrah surasini o'qiyotdi. hayatta yaşap ötemiz. Texnikam Musulman uchun biroz yaxshi uyg'unmiz, ko'rsatma Türk qildim. neslimiz. Alamga nur chashgan ajdod aslimiz. Sharqiy Turkistonning ot yurak batur, qizlaskar, fiddatkar, haqiqat, adalet, erkinlik uchun o'lishga Turkish vaqtlar bo'lishi mumkin. Ha, bu kichik vaqti. To'g'risini ovoz Yo'qotib vatanning vahshiy zolimni mustaqim bir davlat qurish ahdimiz. Hürmetli televizyon köykiler, şunun bilen bugünkü siyaset meydanı ise Allah razı olsun. Muşunchilik bo'lsa deb o'ylayman. Allah razı olsun. Yani mushunda farzandlarimiz bor, o'zimiz yaxshi ko'radigan, ammo shunda farzandimiz bo'lsa-mu, shu jonni qo'ltiq qisib qo'yib chiqib, bu zulmga chidamay, men bu Xitoyga qo'lim bilan qarshi turman degan bir shaxs va sifatlardan bu harakatni qildilar. Allah razı olsun. Allah xolisa oldimizdagi programmalar yana bu masalalarni yana deyishga to'g'ri kelsa, yana deyishsak bo'ldi inshaalloh. Bu temimiz qaytib kelsak va bu temini xulosalagandan keyin programmamizni oyoqlashtirsak deyman. Uningdan keyin sizlar asosan boshqa bir yana Xitoy qarshi mujodila harakatlari bo'ldimi yoki qanday bo'ldi? Ya bo'ldi endi bu pek eg'iz og'ichligi yo'q. Bizning ahvolimizda, hozir sharoitimizda shu cho'ng bir harakatmi bo'lmadi, qilish imkonimi bo'lmadi o'zimiz turayotgan davlatlarda. Endi bugungacha bo'lgan barliq harakatlarda namoyish, yig'in, faoliyatlarda bo'lib kelyapmiz shu harakatning ichida endi. Chunki biz Sharq Turkistondan ayrilishdan burun tortib biz nima uchun vatandan ayrilganligimizni qayt o'ylanib chiqqan odamlar zot o'ylanib yashagan. Shunga olgan har bir nafsimizning, bergan har bir nafsimizning javobini cho'qim berimiz deb yashayapmiz endi bugungacha. Aqlimizga bilgan shu vaqtlardan tortib bugungacha shunday yashayapmiz. Shunga endi qo'limizdan kelishicha tirishyapmiz. Inshaalloh hammamizni Alloh taolo murodimizga yetib nasib qilsin. Ma qo'limizda, ma jonning bor vaqtida hammamizni Alloh taolo bir murodimizga yetib nasib qilsin. Allah razı olsun. Bu kitap nemde qanchalik besildi bu temaga qaytib kelsak. Hozir qayerda besildi, bunimi deb o'tib ketildi. Kitobdan 1000 dona besildi. 1000 dona besildi. Buningki bağlarını chiqadikmi, qanchalik odam oldi? Bahasını chiqardik, shu Turkiyaning sharoitida 75 lira. Mana masalan Amerika dollari sundursak 20 dollarga yaqin, 19 dollar 70 sent bulamda, ashuna qaraq.
kilodan bahası. Bunun mental besildi. Şu 20 dolar etrafında çıktı. Şuna mı? 20 dolar göz. Yatmaydı desek buludan. Hmm. Yoki 20 dollarini da koyaydı. Allah razı olsun. Hazır bu mesela Gollandiyaga tunji san yetip geldi hazır. Ona ait yaxshi bir şekilde besilipti, yaxshi şekilde çıkıptı. Allah razı olsun. Bunam dünyanın her qaysi joylari qaysi şekilde vatipirimiz, bu milletimiz qandaq taqilidi o to'g'risida bir plan projeleri olsa onu da ötep kesler. Şu Sutup Buğraxan kitapxanası işlep men. Sutup Buğraxan kitapxanasıga yangi kelgan hamma kitaplarni qachon kitap yangi kelsa men Facebook'tan yollab turib ataman. Şu her qatim kitap yollagan vaqtida Sutup Buğraxan kitapxanasının adresini, Abduxalla Hacimning telefon numarasini tang yollayman. Bir qatim yollamaga qolgan yerim yo'q bilishimcha. Şu Abduxalla Hacim Sutup Buğraxan kitapxanasının, Sutup Buğraxan nashriyatining mas'uli, mudiri. Şu her qaysi davlatlardan kim kitap buyursa derhal evatib beramiz. Şu evatib berish ishlarga telefonni elish, buyurtmalarni qabul qilish va tayyorlab evatib egasiga yetkazish ishlarga Abduxalla Hacim mas'ul. Abduxalla Hacimga derhal telefon açsa evatib beramiz. Mesela Gollandiyaga bugun mesela sizga sizning kitaplarni bugun yolladik, xabar olib qolsin. Xo'sh, men Gollandiyadagi vakolatchisi bo'lay inshaalloh. Sizningki Gollandiyaga kelgan, ya'ni menga vatib bergan kitaplarning hammani Gollandiyada boshqa qarindoshlar bo'lsin billa nim qilaylik. Gollandiyada qarindoshlarga men bu yerda bir chaqiriq qilib olay. Shu o'z mashhur Uyg'ur degan bu kitobdan har bir Gollandiyadagi Uyg'urning oilasida birdan bo'lashqa kafolatlik qilsanglar bu bir destek bo'ladi. Bu bir-birimizga ega chiqqanlik, yordamlashganlik bo'ladi. Undan boshqa Yevropadagi masalan Gollandiyaga hozir Belgiya yaqin, Fransiya yaqin, Germaniya yaqin. O'sha yerdagi qarindoshlar bo'lib qolsin, u yerga ayrim uvassak deb o'ylayman. Bu Yevropadagi butun Uyg'ur qarindoshlarining uyida birdan bu 1000 talkan hozircha. 1000 Uyg'urning uyida birdan bo'lsin deb mishada qarindoshlarga men murojaat qilaman inshaalloh. Gollandiyada kitob sotishga biz mas'ul bo'lsak bo'ladi, bizning yordamimiz bo'lib qolsin inshaalloh. Boshqa Amerika, Avstraliya, boshqa Xitoylarga uvatamli buni. Bugun Amerikaga 3 odamga evatdik. Gollandiyaga sizga, yana birisiga Abdug'anima. Shundoq, Abdurimjon. Abdurimjon bilan sizga ishkanlarga evatdik. Anan keyin Shveysariyaga evatdik. 3 davlatga evatdik bugun. Allah razı olsun. Hazır mı nurgun qarindoshlar bunu naq maydondan ko'radi, izlayotdi. Ma videolarning ovozi biroz besilib ketib qolibdi ekan. Ovozim ba'zi ovozlarimizni anglayolmay qarindoshlar inkos yozibdi. Bir qarindoshimiz inkos yozibdi. Har bir mazmunni anglashdan burun nimani, videoni ko'rsatib, suhbatni obdan o'ngshab, undan keyin bergan bo'lsang debdi. Meningki bu studiyada men bir odam ishlayman. O'tgan qatim Erkin Ahmad apandini ziyorat qilishdan oldin mendan so'radi, "Nechadam ishlaysizlar o televizionda?" deb. Bir odam ishlayman dedim. Hozirgacha bir odam ishlayman. Belgiyadagi bir qarindoshimiz menga, Germaniyadagi bir qarindoshimiz texnik jihatdan ancha-muncha yordam qilib chiq yo'l ko'rsatdi. U yordamchi bo'layotdi. Bu texnikalarning hammasini qarindoshlar shu bir odam o'zim shu so'zlashayotgan oraliqda rasm chiqarish, ovozni besish, video chiqarish deganlarni men o'zim qilaman. Normalda bir televiziya stansiyasida ham hozir 20 odam qildigan ishni shu qilyapman. Shuning uchun inshaalloh bu texnikalik saymonlarimizni to'liqlag'icha va bu texnik ishlarga odam topag'icha bu ba'zi programmalarimiz mushta ancha-muncha yaxshi otning qashqarava deb ba'zi texnikalik masala chiqib qolsa, uni kechirib olsangiz bo'ladi aziz do'stlarim. Bu mislarningki yaxshiliklardan inshaalloh 4 yil burun boshlaganman. Hech qanday bir destekchi, hech qanday bir yordamchi bo'lmaganlik uchun 4 yil bu ishni qilolmadim va undan keyin zerikib, oxiri qat'iy maqsad kelib o'zim qilay deb 2 yilda bir studioni yasab chiqdim. 2 yil vaqt ketdi. Undan keyin bu ishni boshladim. İnşallah bundan keyin programmalarimiz taxmin yaxshi bo'lib ketadi. Xo'sh, so'zimizga kelsak, Yevropa, Amerika va boshqa butun dunyoning boshqa yerlaridagi qarindoshlarningki bu kitobni bas-basda setib olsa
bizningki fidakar akamiz Muhammed Tursun Uyg'ur efendiga bir destekçi bo'lgan bo'ladi. Chunki men biraz anladım bu kitapni biz jarayonida qarzga kirib qolganliklarini. Bunun nurg'un pul ketganligini bakaga basmaydi ichadi. Anladım. Bunun demde bu qanchalik bir mablag' ketdi. Yani bu mablag'ni to'ldirilish ehtimoli bormi? Chunki hozir bir xatarlik bir ahvolda yashayapmiz endi. Uyg'urlar kitap olmaydigan. Shu bir o'ttirsak o'tgan qatim men İstanbulga borgan vaqtimda bir oshxonaga kirsam 20-30 demayman. 10-15 Uyg'urlar bir yerga yig'ildi. Eng azdan shu yerda bir 300 TL'lik tomoq yeyildi hisobda. Ama kitapның bazı 20 dolar ekan. Bir oshxonaga kirsak, 3-4 aylan kirsak 40-50 dollarni xarjlatib chiqadigan ishimiz bor. Ama kitapga nisbatan jiq nimamiz bo'lmagan ekan. Ba'zi kitaplar besilib qilyapti endi. Kitapxonlarda to'p yeyisi. Şunu bu işte hamda bu kitaplarning mablag'ni oshkorlasak bo'lamdi. Yani bu to'ldir vaqtdek turamdi yoki qanday bo'ladi? Bu to'g'risida bir ikki qiz gapirsa, undan keyin programmani taqsin. Men endi o'zim qandaq bo'lsa, ishim shundaq oshkor bir odam. Men hammangizda 20 yildan buyon bilasizlar-ku. Shunda men deyman-da, mening kitobim bo'lganligi uchun o'qinglar demoqchi emas. Men shu ko'nglimnikini deyman. Men Xo'sh. uzilib qoldimi? Yo'q, ovozlar bo'lmasa bor. Men ko'nglimnikini desam, har bir Sharq Turkiston xalqining shu kitobni bir qatimdan o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Mening bo'lganligi uchun emas. Bu kitap shaxsan bizga nisbatan ma'naviy jihatdan ko'p foydasi bor deb o'ylayman. Yurakkanimni sarf qilib, qo'limdan kelishicha yozib chiqdim. Xalqimizga bir foydali bo'lish umidi bilan yozdim bu kitobni. Shuning uchun mening bo'lganligi uchun emas-da, kitobning mazmuni yaxshi, sog'lom deb qaraganligim uchun har bir Sharq Turkiston xalqini bir qatimdan o'qib chiqishni tavsiya qilaman endi. Kitap 2 qism, 1170 bet, hamma varaqlari ranglik, hamma har bir shaxsning bo'lib 110 parcha ranglik rasm surat bor. Anda bo'lgandan keyin bu kitap qimmat to'xtab ketdi endi. Turkiyada bu kitoblar qimmatga besilishi. Aslida normal bostirgan bo'lsa, hech bo'lmasa 14-15 ming lira pul yanamda qolib qoladi endi. Shu 12-ayning 9-kuni cho'ng o'g'limizni o'ldirdik inshaalloh, Allohga shukr. Bu kitobni shu kunlarga to'g'ri keldi, ikkinchi tang tayyor qoldi. Shunga ba'zi bir sababda shu to'y ishi, amma kitob tang kelib qolgan bo'lg'achqa azroq qiziqib qoldim aslida. Undan bo'lmaydi. Hemen bu kitap 100 meşhur Uygur degan ismi cismiga loyiq chiqsin deb varaqlardan tortib hamma yerni birinchi darajalik sifat bostirishni buyurganligimiz uchun normaldan misol qimmat to'xtab ketdi, ammo setilish jihatda mushu xildagi har qanday kitobdan eng oz deganda insofsizlik bilan eng oz deganda 20% arzonadi. Telefonninki suratini bir ichib qo'ysa, ya'ni bir kameraning suratini besib qo'ysa, surat yo'qolib ketib qoldi. Endi Xo'sh. Kitap mushu mana. Kitap qaysi jihatdan bo'lsin, masalan, kitobninki sifati jihatdan, mazmuni jihatdan, har qanday bir jihatdan bo'lsin, qo'limdan kelishicha tirishdim. İnşallah bir tariximizga bir bo'shliqninki mushu kitap orqali to'ldirishini umid qilaman. Qolganda bir oy ichida qaysilarni bir o'qib chiqsanglar, qolgan bahona qaysilarning og'zidan anglaymiz. Sizlar mening uchun bir aynak bo'lsizlar masalan. Qolgandan sizlarni anglasak bo'ladi. Ortiq gap qilmayli. To'y bilan bu kitobning ikkisi teng kelib qolganligi uchun iqtisodiy jihatdan azroq qiynalib azroq qarz elish to'g'ri gap qoldi endi. O qarz bo'lmasa Allah razı olsun. Vaqtimizin bir yerga bordi. İnşallah bu qiyinchiliklarni o'tib ketadi. Bizning xalqimiz
undaq nima xalqma emas. İnşallah bu qitim mush kitobni setishda, kitobning dunyoga taqilishida bütün Uyg'ur qarindoshlarningki kuchab berishini, bütün Uyg'ur qarindoshlarningki buningga jiddiy qarab, har bir shaxs buningga bir kuch qetishini inshaalloh meylanga nim qilaman. Va bugun mush programma qatnashgan bir qancha yuz, hatto bir qancha ming desam bo'ladi, chunki hozir men ustidan ko'rolmay qoldim sonini. Ammo izlagan qarindoshlarning soni intayin ko'p inshaalloh. Mening ovozimdan mayli anglayotdi. Mushuning ishida bir sınaq şekilde bir nim qilib, uningdan keyin programmani taqsaq deyman. Nurg'un qarindoshlar imkon sezibdi, Muhammad Tursun efendim. Siz ko'rolmaysiz, ammo men ko'ralayman bu yerda. Muhammad Tursun Uyg'urningki qahramonligiga opirin Alloh taolo eslab ajr bersin debdi. Ha, manda ish bormidi deb bayron qilganlar bo'pti. İmkon bo'lsa mana shunday jasoratli qarindoshlarimiz destek beraylik debdi. Allah hammanglarni shundoq vatan millatimiz, dinimiz uchun jambarligidek holatga keltirib bersin deb duo qilganlar bo'pti. Muhammad Tursun qarindoshimizdan Alloh rozi bo'lsin debdi. Nurg'un qarindoshlar ko'p nojiq duo qilibdi. İnşallah ovoz toz yaxshi bo'lmadi deb xat yozganlar bo'pti. İnşallah bu millat bu tashviqot sohasi ko'ngil bo'lgan kuni inshaalloh ovozim yaxshi bo'lib ketadi. İnşallah 4-5 yıldan bir kütüp otaman. Allah kalırsa. Şu azim bu naq meydanda muş kitaptan setip aldığanlı bolsa inkas kılıp yazsanlar, setip aldığanlı bir inkas kılıp astık yazsanlar. Muşu 100 meşhur Uygur degen kitapni bu naq meydanda bir hiç bulmaganda 5 nefer qarindoshimizningki buningga bir qatnashishni mumkin dedim. Belki onundan köptü, belki onundan köptü. İnşallah setip aldığan qarindoshlar muşu. Videonun astığa hazır naq meydanda bir inkas qilib yazinglar. Bu mu bizdinki Muhammad Tursun akimiz qilgan destekimiz, yardımımız bo'lsin. Allah hammanglar razı bo'lsin. Programmani taqayman, biraz uzadi, shunda bo'lsinmi? Amal yo'q. Abdurum G'ani birodar bilan men 3-4 kun bo'ldi. Xo'sh. Hozir ko'rishib atqili. O birodar bilan xili burundan tatib tanishimiz, bilishimiz shu Turkiyaga chiqib kelgan ko'rishgan. Bir qism kitaplarni Abdurum G'aniga evatib berdim. Allah razı olsun. Agar bundaq kitap alamiz deganchilar bo'lsa, shu Abdurum G'anini izlasin bo'ladi. Sizlar yaqinroq bo'lsa, sizlarga muvofiq bo'lsa, sizlarni izlasin bo'ladi. Shunga ikkilanı bir davlatda, ikki shahardami, bir shahardami? Men uni o'qimadim-da. İkkilan ikki shaharda inshaalloh biz buning Gollandiyadagi abay degandek shaxsan men mas'ul bo'laman inshaalloh. Bu Belgiya, Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Amerika, Avstraliya, bo'libmi Turkiya eng yaqin sizlarga o'sha qarindoshlarningki buningga destek chiqib inshaalloh bu 8,5 yilda yozilgan bir kitap, 1000 dona kitapkan. Buni inshaalloh har bir Uyg'urning o'yiga taqtishga inshaalloh cho'qim emaylan destek bir deb o'ylayman. Sizning eng oxirgi so'zlar bo'lsa, alay uningdan keyin bu nimani? Ya vaqtmi ko'p uzrab ketdi. Sizlarga rahmat. Bizim tanışıp olduğun birodarlarimizga ko'p rahmat. Qolgan gaplar bo'lsa, yana ko'rishaylik, yana deyishaylik. Bugun sal uzrab ketib qoldi mencha. Hammalarga rahmat aytaman. Bo'ladi. Alloh omonat, keyin qatimliq programmamizda ko'rishimiz. Texnikalik masala tufaylidan chiqqan xatolik bo'lib qolsa, kechirib o'tsangiz bo'ldi qarindoshlar inshaalloh. Saymonlarimiz to'liqlangandan keyin taqim yaxshi programma qilishga tirishamiz. Alloh omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.